بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu ve ta'ala'a hamdü sana süymlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en güzel dur salamlarımızı yollagan diken. Hürmetlik ustazlar, kadirlik hanımlar, efendiler, yakından yaraktan kelgen barlık mihmanlarımız kadimmanlarga mübarek olsun. Biz bugün yana ötken kıtım yetik alimimiz Uygur halkının içinden çıkan bir hayatını 30 yıldan köprek bir hayatını milletinin tarihi üçün atıgan bir alimimiz ta Amerika'dan kelip mana aldığımızda körüp duruyatgandek bir ömür ecrisingen bu kitabını bizge acayip tesirli şekilde xuddi hemmimizni şu tarihqa xiyalımızda uçurup apırıp cismimiz bu yerde boğan bolsumu ruhimiz şu küllerge, şu tarihlarga bizni aynen birlikte bir sayahat kıldırgan idi. Hem istiklal ekranda kılgan söhbetimiz münayeti halkımız tarafından söyülüp dünyanın her qaysı şeylerden halkımız salamlarını doktorga hazırgıç yollap kelyaptı, kitap toğrusunda malumat egallabyaptı. Mana bu alimimiz yana bir qıtım, ikinci qıtım biz bilen iki yeni Muşu tom kitapniki hazırgacha mana bilgan 10 tom chiqib bo'lgan bo'ldi bu kitapniki. Muşu münasebet bilen biz yana alimimizni İstanbul'a bu ziyaret sebeplik bugün 4 cemiyet birlikte e'lon bergandek Ma'rif Cemiyeti, Dünya Uygur Qurultayı Vakfı, şundaqla Dünya Uygur Yazgıçılar Cemiyeti, şundaqla Türkistan Kütüphanesi birlikte yana alimimizga dasturxon selip onun ağzıdan bu turdanlarni qayta bir anlap çıkış üçün huzurunlarda turuptuk. Bütün mihmanlarımızga köptün köp rahmet etimiz. Aldı bilen elbette doktorumuzga köptün köp rahmet etimiz. Yani bu halkımız bilen birlikte uçuruşup didarlaşkanlığımız üçün. Şundaqla ekran aldıda bizlerini körüp duruyatgan dünyanın her qaysı şeylerdeki qeyrindaşlarımızga hem çunqur salamımızı İstanbul'dan yollayımız. Her daim kadek söhbetimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir qancha ayet anlap kalplerimizden huzur toşquzuş bilen başlap kelgenimizde tilavet bilen başlayımız. Tilavet kılıp beriş üçün Şarkı Türkistan bölümü ala birliki alimlerden hürmetlik Ömer Haracimni teklif kısam. Hayır merhamet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ömer Qaracım'a köptün köp rahmet eytimiz. Allah razı olsun. Tövende Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi hürmetli Musacan Erni salamlaş söz için teklif etmez kanım rahmet. Assalamu alaikum aziz hürmetli ustazlar, qarindoshlar. Aldı bilan davetimizni qabul qilib bu yig'inimizga qadam tashrif qilganinglar uchun hammalarga rahmat aytaman. Allah razı olsun. Bugün milletimizin o'tmishiga nazar selish va kelgusimizning yo'llanishini belgilash uchun to'liq ahamiyatli bir ilmiy leksiya yig'inida jam bo'lib turyapmiz. Teklifimizni qabul qilib bu yig'inga tashrif qilganlar uchun hammanglarga rahmat aytaman. Büyükler aytgandek, öz tarixini bilmagan millatning kelajagi bo'lmaydi. Tarix faqat o'tib ketgan bir voqealarning aslimisi emas, balki bir millatning kimligi, g'ururi, bugungi mavjudlik ilmiy va hayatda qanday yashashining saboqlaridir. Bugun Sharq Turkistonda mustamlakachi Xitoy hokimiyati tarafidan tariximiz ko'ydirilayotgan olimlarimiz, yozuvchilarimiz turmlarga qamalib, moddiy va ma'naviy boyliqlarimiz talon-taroj qilinib, milliy qimmat qarashlarimiz yo'qotilishga o'rnatgan bir ig'ir tarixiy irqiy qirg'inchilik davrini boshdan kechiryapmiz. Xitoy bizning o'tmishimizni o'chirish orqali kelgusimizni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Ana shunday bir vaziyatda millatimizning haqiqiy tarixini yozib chiqish, uni o'g'itish va avlodlarga yetkazish har bir Sharq Turkistonlik uchun eng muhim bir milliy burchdir. Bugun biz bu bo'shliqni to'ldirish uchun hayotini, bilimini pido qilgan Uyg'ur va Sharq Turkiston umumiy tarixini sistemli holda yozib chiqqan mashhur tarixshunos ustozimiz Doktor Nebijan Tursun Efendining o'z og'zidan haqiqiy tariximizni anglash sharafiga muyassar bo'lyapmiz. Ustozimiz bugun bizga 1910-yil va 1930-yillardagi milliy gullanish oqartish harakatlari va muqaddas Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimizning qurilish jarayoni bilan onun bizga qoldirgan tarixiy saboqlarini so'zlab berdi. Shundaqla ustozimizning yangidan nashr qilingan qimmatli kitoblarni bugun biz bilan bu yerda yuz ko'rishdi. Bu yig'inning meydandagi va ekran oldidagi barliq qarindoshlarimiz uchun uyg'unishga, saboq chiqarishga va da'voyimizga texmo aktiv bilimli holda ega chiqishga vasila bo'ladigan qutlug' bir yig'in bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Faoliyatimizga taklif bilan kelgan hurmatli doktor Nebijan Tursun Efendiga rahmatimizni bildiramiz. Shuning bilan birga hammanglarning mushu yig'in qadam tashrif qilganligiga yana bir qatim rahmat aytaman. Tariximiz o'chmas, kelgusimiz ozod va yig'inimiz xayrli bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Hürmetli Musacan Ergi köptün köp rahmet eytimiz. Tövende Türkistan Kütüphanesi Müdiri, şunakla Uygur Medeniyet ve Mesullerden hürmetli Abdülahad Uçkun efendimle söz söyleyeceğim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben bu müştüt teşkilatının ki bir bolgan Türkistani Kütüphanesi buluştuğumuz ile hemmelerini kızgın karşıladığımız, hemmeleri köp rahmet eylemem bulap mı? Doktorumuz Nebijan Tursun Efendim'e eşyadın müşekilip halkımge muşu tarihini sözlep belsen buluttu. Dep üzü teklif bir kılganlık için Allah'ı rahmet eylemen. Emdi ben Musacan ilimiz ve başkalarının sözünü tekrarlayıp oltumay. Türkistani Kütüphanesi'ni azırak
tunuşturmamakçı bu fırsattan faydalanıp muşunun tel töpüste Türkistani Kütüphanesi de bir kütüphane kurulduğu. Bu kütüphanede fakatlam Türkistan, Şarkı Türkistan'a ve Garbi Türkistan'a hatta bütün Türk dünyasına ve İslam dünyasına münasebetlik 30 milyon artık kitap yığılıqlıq. Bu kitaplarını yığışqımı bizimki çoğunlarımızdan Ustaz Rahmetullah ve başka bir neçe kişi 50 yıl, 40 yıl ecir sondurup yığılıqlıq. O kitaplarını biz Mekke Mükerreme'den müşahede yötkep keldik. Yötkep keliştiki birden bir sebep hazırki zamanda ziyalıyla, yazgıçılar, tetkikatçılar ve bu kitap kızıqıdığanların hemmesi Türkiye'de yaşaydı ya ki Türkiye'ye asalla kelip giteleydi. Hem böylenin yani Uygur ziyalilerinin uçuruşuş noktası boğan şehirge yötkülüş gerek degen karaş bilen nurgun caba müşakkat ve nurgun iktisat çıkım kılgandan kim bu kütüphana müşahede yötkülüp geldi. İbadetin tekrar zikri kılınğandek bizdinki hazırki vaziyette Türkistan üçün kılalaydıgan hizmetlerimiz çeklik. Ama en mühim vazifelerimizden birisi ötken tarihimizni hazırki halkımızga yetkizüş ve hazırki buluvatkan vaziyetini ve ötken tarihimiz bilen koşup gelecek evlatlarga yetkizüş. Bu en mühim vazifelerden birisi. Kütüphananın ki asaslık hizmeti bolsa ötkenki tarihimizni ve hazırki ahvalimizni yazıp kaldırıp eser arkalık gelecek evlatlarga yetkizüşten ibaret. Bu göz karaş bilen düşenginimizde kütüphananın kançılık mühim ehemmiyet ikenligini hemimiz yaxşı düşüneleyimiz. Onun için bu kütüphana bir kişinin ya bir cemiyetin kılıdığan vazifesi emez. Bütün milletin hessi koşup, meyli ilmi taraftan, meyli iktisadi taraftan, her taraftan hessi koşup, terakki kıldırdığı mühim bir merkez ikenligini her birliği hatırlatmakçı. Bunun dinki müşahede oltağallahının içinde müddet tetkikatka, kitapka, kızıqıdığallah olsa bizimki Türkistani Kütüphanesi'ninki şiki her vakit hemmelenge uçuk, hemmelerinde kızgın karşılığımız. Hemmelerine kayta rahmet yetişilen sözümünü vakit itibarından müşahede toxtay. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Köpten köp rahmet etimiz bizmi. Tövende Dünya Uygur Kurultayı muavin reisi hürmetlik Abdülreşit Abdülhamid Efendim'ne hem söz kılışqa hem yığın başkuruculıqqa teklif kılmak. Assalamu Aleyküm, hürmetlik ustazlar, hürmetlik Nebican Tursun Doktor, Nebican Tursun Efendim. Bugünkü bu yığınğa kadem teşrif kılganlıqlar üçün hammalarga hoş geldinler deyme. Hammalarga Allah'ın salım olsun. Endi tarih, bugünkü temimiz tarih. Ben özümün aklıma kelgen boyunca şunu deymen ki men kim? Yani tarih şundan başlaydıkemiz ki aklımızı kelgenden ki birinci soraydıgan soru men kim? Yani benim alam, dadam, ulanın alısı, ulanın dadısı bu şunda devam kılıp bu kainatçılık kengeydigan bir saha iken Kadir mutlaktan başka her kandak nesinin bir tarihi oldu ki. Meyli o canlılık olsun, cansız olsun, meyli teşkilat olsun, devlet olsun, imperiya olsun, her kandak nesinin bir tarihi oldu ki. Ve ya da bizdeki kıymetli doktorumuz Uygur halkının, Şarkı Türkistan'ın tarihini yazıp kaldırıp naiti kıymetlik bir eserini oturup çıkardı. Bu belki bugün kıymetini anca bilinmezliğimiz mümkün. Lakin yüzyıllardan keyin bunun kıymeti gün sıra eşitmadigan bir eser bu. Türk halkı, Uygur halkı bulup bu nurgun tarihini yaratkan ama tarihini yazıp kaldırmagan.
Şunlaşqa biz bugünkü gündə tariximizni Arab mənbələrdən, Xitay mənbələrdən, Rus mənbələrdən və şuna oxşaydigan Fars mənbələrdən və ya ki başqa chet elliklərinin mənbələrdən izlab tepish orqali yozishga majbur bo'lyapmiz. Bu asarlar orqali kelgusimizga bo'lgan bu shunday bir cho'ng bo'shliq to'ldirilgan bo'ldi. Doktorga haqiqatan butun Uyg'ur xalqi nomidan, Sharq Turkiston xalqi nomidan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi bileki salamlaş sözüm tügüdü. Endi men riyasetçi emas moderatör, yig'in boshqaruvchi bo'lish suhbatim bilan endi o'rnimga o'tib boshlayman. Nabijan efendimdeki vaktini alması için şu ayda kısa yapıldı. Bu tarih için bulunduğun pek çok yapar, pek uzun yapar. Aldılar. Bu kitabındaki hemmeni bir paragrafına eksik koymayıp okup çıkan bir kardeşimiz var. Şu kardeşimizle bu kitapla hakkındaki özünün təsiratını sözleşken 5 minutluk bir təsiratı sığdırışqa səhnəyə təklif qılıb və Mahmudcan Yasin kardeşim elbərəmə. Assalamualaikum, hürmetli gezmeyim Allah. Hemen sizlerinin kıymetli vaktanlanma. Hem de bu 10 tom kitap hakkındaki təsiratını 5 minut tutqanda soğudurum uqmayım. Sözümü kısa başlayayım. Ben uzun yıl Ankara'da kaldım, okutuş işleri bilen. Ankara'da okuş jarayonida meniki daim barlagan bir 3 tane kütüphane var. Birisi Türk Tarih Kurumu'nunki kütüphanesi, yani birisi Türk Dil Kurumu'nun kütüphanesi, yani birisi Türkiye Tədqiqat İnstitutu'nun kütüphanesi. Çünkü Şarkı Türkistan ve Uygurlarının tarihe ait barlıq ilmi tədqiqat kitaplar, yani hakiki tarih tədqiqatlar asasen üç organ tərəfindən nəşr olunған. Hiç unutmayın, 2014 yılı Gazi Üniversitesi'nin Göz Amakotka Üniversitesi'nin kütüphanesi kirgen vaxtında Türklerde 21 ciltlik cigaranlık bir kitap gördüm. 2002 yılı nəşr olunған iken. Ben başta bu bütün fakat Anadolu Türklerinin kitapları oxşaydı. Mundercisinin varaklığa vaxtı intayın ayacalandım. Çünkü Anadolu Türklerinin yani bugünkü Türkiye Türklerine asaskan bütün Türkiye milletlerindeki tarih hakkında yazılan intayın müfessel bir kitap ki. Fakat şu kitapniki tahrirlikini kıyga ademdeki profesorlarınki sani bana yardımcı kalışça 38 profesor tahrirlikini kıygan 21 cildinin her bir bab, her bir mundercini özünün mutaxassisleri yazgan 5800'den artık maddi baş munderci var kitapta. 21 cilt. Derhal Uygurlarını varaklığa vaxtında bugün dünyada yoqab kişi hikaye Yakutlarının hatta biz Türkiye millet memesinde talaş tartışılgan Gagavuzlarının o 300 betlik, 200 betlik tarihi vardı. Şu 21 ciltlik Türklerden kitapta. Lakin Uygurlarga ayrılgan bab fakat 58 bet iken. 58 bet. Men şu gün eğer bir milletninki dövültü olmasa, bu milletin açıkanda güçünün olmayırgalıqı, tarihteki şan şöhretlerinki, tarih kaldığa izlerinin yaratkan medeniyetlerinki ve bütün Hristiyanlığın bir kollektifninki, muşundak bir itibarsızlık krallıktan tünçkatın şahidisi kelgan. Hem de bir yerde 2 minutninki kelime. Men kichik vaqtimda bizning mayalda Roz Saranda bir adam bor. Biz Roza haqida aytdik, Roz Saranda aytdik. Bu adam sarang adamdi. Normal yeydi, içti, uxlaydı, külüdi, saranda yürüdü, kiyimler berbattı. Bizim kiçiklikten çıkmaçkayından qo'llab yurdik. Belki mazir o'lib ketdi, onu uqmaymiz. Bu sarang degan gap Uyghur tilini izohlab o'qitida es-hushi yo'q, aqli yo'q odam deb izohlandi. Es-hushi va aqlidan ayrilgan odam deb izohlandi. Bu yerdagi es degan gap xotira degan gap. Ya'ni bizniki xotiramiz. Eğer biz şimdi mesela hazır oylab kayla fakat 3 sekund biz hazır özümüzden bütün hatırasını yoklasak ne bolam? Biz hazır özümüzden bundan bir bağlı geçmiş hatırımızı unutsak, biz özümüzden itikadını unutayımız, tilini unutayımız, medeniyetini unutayımız, içtimaiyetimizni unutayımız, dinimizni unutayımız.
Biz fakat yeydigan, içidigan, uxlaydigan, kiyim kiydigan, fizyologik bir cisim qaylımiz. Bugün Xitay'nınki Şarkı Türkistan'daki bütün kırgınçılıklarda bizni fakat aşındaq medeniyetinden ayrılgan, tilinden ayrılgan, dininden ayrılgan, tilinden ayrılgan, ictimaiyetinden ayrılgan, ruhiyetinden ayrılgan, yani bütün hatırasını yoqatgan, fakat yeydigan, içirgan, uxlaydigan, özünün ismakudaygan, manqurtlaşkan, fakat mındaq kimligini unutgan bir toplum berpa qılmoqçı. Mındaqça aytganda bizninki bir toplumның Uygurdan ibaret bir milletning milliy kimligini fakat yo'qotib etmekçi. Bu milliy kimlik bayatın Abdurrahman degandek del bizning tariximizdan kuldu. Biz bugunga qancha yaşagan bo'lsak, bizning kimligimiz bizninki shu e'tiqod qilgan tilim, dinimizdan, ishlatgan tilimizdan, yegan ashtamqimizdan, kiygan kiyimimizdan kelganga o'xshash bizning Uygurligimiz. Bizning kimligimiz tariximizdan kelgan. Bugün Xitay muşunda bizning yalğız hazırgıç bo'lgan nurgulgan tarixlarimizni unutuldirib etganligi, hazırgıç qilgan qirg'inchiliklarning mabeyinde del bugunning o'zida ciddi bir ravishda bizningki bugungi tariximizni yo'qotib o'tish ko'rinyapti. Biz tarix biz uchun sho'ng'lashgan bo'yin. Endi Nebijan akam özünki zor şicaati, fidakarlığı, 40 neçə yıllık izlenişi, tecrübesi bilen muş eserlerini bizge yazıp kaldı. Hemen bu kitaplarını okuş jarayonidagi hissiyatımda birincisi, ben bayatın degende bu kitaplar bir milletin umum tarihi, bir devletin nurgun iqtisadi bilen, nurgulluğun netçüleyen adamı katlaştırışı bilen, 5-6 yıllık hatta 10 yıllık planları bilen, teşkillik bir kollektif bilen aran vücuduk çıkıvatıdı. Türkiye'de net 600 yıllık 3 tane başka olan 100 yıllık Cumhuriyet tarihi gibi bir devletinin kitapları 5 yılda 6 yılda net 100 adamınki kollektif emeği bilen aran roya çıkıvatıdı. Biz bir de özümüzde kardeş milletleri qarap bakaylı, Özbekler qarap bakaylı, Kazaklar qarap bakaylı, Kırgızlar qarap bakaylı. 30 yıllık cumhuriyetleri var. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan. Tabii şulanın Nebici Hakan biz gezbergençilik, Özbek umum tarihi, Kırgız umum tarihi, Kazak umum tarihi de kölemleşken, ciltlaşkan, kesbileşken burada eserleri yok. Tabii yakında Kırgızistan özünki 13 tomluk Kırgız umum tarihini yazılganlığını ilan kıldı. Tabii onu kaçan yazıldı, kaçan neşir kıldı, kimler kanday yazıldı, bu bir muamma. Şunlaşka bu eserinin kıymeti Bayat Abdurrahman dedi to'g'ri 100 yildikin taxmi bilinadi. Ama bu eserning kıymeti bugün mu okurmenlerimiz üstüne bilinish kerak. Vaqtim qisqa qoldi. Shundan biz 2 minutga yig'inchoqlay. Kitap takriban 2 narsada to'xtalay, qolganda balkim okurmenler o'z qilar. Birinchisi kitap favqulodda ko'p manbalar bilan yozilgan. Xanzurcha, Ruscha, Turkcha, Arabcha, O'ruscha, İngilizce, nurgun menfaatlik taylib yazılgan, bunda bir akademik seviyede yazılgan Uygur umum tarihi hazırlaş olmadı. Bunda bir Mehmet'in buraya yazgan Şarkı Türkistan tarihi, Turgal mesela Uygurlar, Polat Kadır'ın ölük tarihleri elbette kıymetli. Ular bizimki Uygur tarihçiliğinin asaslı eserler. Lakin halkara seviyede, akademik seviyede tüm yazılgan eser bu. Ben hayran kaldığım kitabını okuşayran hayran kaldığım bir narsa şu. Tarih'e ait her kandak bir menba göstergen olsa, nakıl göstergen olsa, bu Nebici Hakan bu kitabını yazışarken izlenip de ettim. Lakin kitabınki 8. cildini okuvatkan vaqta, 11. cildini, Mavve Stadın devrik çoğun işgali etken bağını okuvatkan vaqtımda, Muhammed Murtuza'nınki 20. asır Uygur dramacılık tarihi bilen Muhammed Esa Camii'nin hazırki zaman Uygur dramacılık toğrusu da degan şu ikipaj kitaptan yanılgan nakılını göre ben bu eserdeki kançilik derecede menbaga tayanganlıkını his kıldım. Tunca olab şunçalı ben hayran kaldım. Bir tarih kitap eğer hazırki zaman dramacılık toğrusu da edebiyat tadqiqat hakkında yazılgan bir kitapka bir kez ilgilirdim başka hiç kim tıkkıdan ağudulmagan bir kitapçı menbagiçe izlengen bolsa hem de bir yerde kançilik derecede bu kitapınki menbaga toyunganlıkını kağala tasavvur kesip oldu. İkincisi bizden çetelde yazılavatkan nurgun eserlerinki ne çok bir yetersizlik var. Muşu sap bolgan Uygur tilini hakiki bir Uygur til grammatikasi, Uygur til fasadlarını ifadeleş bu cihette bu kitap mutlak bir muvaffakiyetga en ahirki bir nokta bu kitabın en yarkın tarifi
Nebici Hakem milli bir tarihçi. Fakat bir milli tarihçi Uygur olğanğa, Uygur yazğanğa milli tarihçi olmaydı. O Uygur'unki tərkide turup oylayalışı, Uygurlarınki ruhiyetine, Uygurların ideolojisine, Uygurların dini itikadını, Uygurlarınki hayatka, cemiyetke, dini itikat bolğan pozisiyalarını bilgen, düşüngen ve şu boyunca akademik usulda telkin kılalıgan bolsa, Uygurca ruh oynagan bolsa, Uygurların bir bütün ideolojisini bilgen bolsa ve şu ideolojiya boyunca Uygurca izlenip, Uygurca tefekkür kılıp, Uygur'unki mevkası ruhiyeti boyunca yazgan bolsa, o anda milli tarihçi oldu. Olmasa Xitay yazıdagi Uygurca yazgan tarih kitaplarımız yamancak. Lekin bu yer mo'yn bo'lgani mush ideologiya bu jihatda muhammed Nebici Hakam'ninki hakikaten bizning millat bergan xizmatlarninki haqqini ado qilib bo'lolmaymiz. Shuningdek bu kitap cho'qim Uyg'urlardan qandaqdir bizning tariximiz kelgusida manda bo'lib degan emas. Mushunchalar bir fidokorlikninki bir biz üçün qılğan bir fidokorlikqa bizmi bir vaqtimizni, iqtisodimizni fido qilib bu kitobni bir o'qib chiqsak, o'zimizniki tarixda qanchalik sholliq bir millat ekanligini, nalar ketkizganligimizni va nalar ketkizmasligimizni balki bu kitob bizga nihoyat yaxshi so'zlab berdi deyman. Haqiqatan so'z bergan gap nihoyat jiqdi, lekin vaqt munosabati bilan men so'zimni qisqacha daxillashtiraman. Rahmat. Aslında Albay'ın salamlaş sözü için kılınışı bilebilir. Hatta Uygur yazımcılar cemiyetindeki temsilcisi Raile Kemal Hanım salamlaş sözü için sizin sahneye teklif kılına hemen hemen. Bizdeki doktorumuz Asas Bekçi'ye başlaydı. Assalamu alaikum, qarindoshlar. Xush keldinglar. Ovozim chiqyaptimi ya? Yuqorqilar bek yaxshi gaplarni qildi, endi yana men bu gaplarni takrorlamay. Tariximiz meyli qancha fojialik bo'lsin, tragediyalik bo'lsin yoki shalliq bo'lsin, u bizning xotirimizda, bizning esimizda, bizning qinimizda. Biz davomli uni izlaymiz, izlamay turolmaydi shu xotirasi bor inson. Bo'libmi bugungi kunda bunga biz texnik ehtiyojliq. Qaysi kun bundaq bir kitob o'qib, bundaq bir so'zni uchirtib qoldim. Onun da deydi ki, Adem olsan ecdadını izle deydi. Ecdad degan bizning faqat atalarımız, bu mo'minlarimizla emas, o bizning tariximiz. Ecdad o'zi tarix. Yani onu da bundaq bir gapdan uchirtib qoldim. Öz ecdadını, tarixini bilmeyen kişi şamalda uçup yürüyen bir yaprakqa o'xshaydi. Yapraqning nagi berib, nagi tushishini shamal belgilaydi deydi. Demek biz mana shundaq tariximizni bilmeyen, shamaldan nagi berib, nagi tushishimizni bilamayotgan shu yapraqqa o'xshaymiz. Buni yoshirishning hech qanday o'rni yo'q. Bugungi kunda bizning tarixchimiz doktorumuz hürmetli Nebican Tursun Efendi bizning mushu ehtiyojlarimizni, mushu bo'shliqlarimizni to'liqlab shunday kitoblarni yozdi. Albatta bu kitoblarni yozish haqiqatan osonga to'xtamaydi. Bu kitoblarning qadrini bilish, o'qish, tarixini bularni tushunish bizni shu shamolda tantirab qolmaydigan, bizning nagi tushishimizni shamol hukm qilmay, aksicha o'zimiz hukm qiladigan shunday bir fursatlarga erishtiradi deb o'ylayman. Oxirida hammalarga salomatlik, osoyishlik tilayman. Nebican Tursun Efendimninki shijoatingizga, teningizga sog'lik tilayman, qalamlaringizga barakat tilayman. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Hanım rahmet. Hem de bizdeki asas bugünkü yığılışımızdaki temsil olan en kıymetli müminimiz Nebican Tursun Efendi'ni sahneye teklif kılma. Kendime rahmet.
yerdə oturub, yəni Nevican Tursun, Doktor Nevican Tursun Efendim'le annemiz, bilimiz, tonuyumuz, şunda bozma, ben yandan kısaca tercümanını okup öteyim, tefsiri tercümanını, bu kitabının setim edip, onun ilgili kitabını okuş jarayonida ma'lumot ilgisi bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Nevican Tursun Efendim, Uygur tarihçisi, yazgıcısı ve jurnalisti bulup, Uç Turpan'da doğulgan, 1985 yılı Merkezi Milletler Üniversitesi'ndeki Uygur Dili ve Edebiyatı testini bitirgen, ki atanmış Şincan Üniversitesi'de okutçu bulup işleyen ve Orta Asya tarihi boyunca magisterlik okuyan. 1990 yılda 95. yılları Rıçlık Moskova'daki Sovyet ve Rusya Fenler Akademisi'de Orta Asya ve Uygur tarihi boyunca doktorluk tetkikatı edip verip tarih fenleri doktor unvanı erişken. 1996 yılı ve 98 yılları arasında Kırgızistan'daki Yusuf Balasagunlu Devlet Üniversitesi'nde Uygur tarihi ve klasik edebiyatı ders veriyor. Nevican Tursun Efendi Amerika'daki Oklahoma Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi ve Şark G'arb Tədqiqat Merkezi'nde tədqiqat edip var. 2001 yıldan 2025 yılına Amerika'daki Erkin Asya Radyosu Uygur bölümünde muhbir, tahrir ve baş muharrir bulup hizmet kılgan. Bu mezgilde tarih ve bugün temizliği programımız arkalı kent halkımızda nurgunluğa, kömürlük kalgan ve bilinmeyen tarihi hadisler, şahslar ve dağlar bilen buluşturgan. Nevican Tursun, Uygur tarihi, medeniyeti, siyasi tarihine dair köklügen kitap ve makalelerinde ilan kılgan. Uygurca, Rusça, İngilizce, Türkçe, Kırgızca, Xitayca dilleri neşr kılınan ilmi ve ammabah makaleleri 300 parçanın artık olup, onun Xitay tarihşünaslıkına Uygurların tarihi meselesi, Uygurların siyasi tarihi meselesi, atanmış Şincan, Xitay'dan Müslümanlar çigara zemini atandık eserleri kent olurlar. O yana Moskova Hiyalları namlı edebi eseri ve kanlı boyanılan kanlık gece sunmaz Zulbuhar atandık tarihi roman ve Oğuz dilinden konululan. Nevican Tursun'un en meşhur ve bilinatkan eseri bana bu şu alnımızı tuttu. Uygur Umumi Tarihi. Bu kitap hakikaten bir milletin gurur edişi bulunan bir kitap. Çünkü bir milletin millet sütüde gösteriş için onun tarihi, medeniyeti ve bütün varlığı hem nesilden bir tutaş bir millet oluşturan. O kandak göz karşı buluştuğun kalbin nazar. Kandak fikirde buluştuğun kalbin nazar. Bir milletin millet kılıttığı en asası nazar olan ortak nişanlayılan kıymet karışları. Uygur halkının ki Şarkı Türkistan halkının ortak kıymet karışları. Betinimiz, milletimiz, dinimiz bu şu 3 noktada biz ortak kıymet karışığa iyi bulalıyız. Hemimiz muhacirette, diasporada yaşamadığımız ve vatanımızdaki erkin kayıt alaydıgan bir şaraitinin buluşunu, oradaki halkımızın, yani halkımızın erkin yaşayalaydıgan ve üzerindeki kıymet karışlarını evvelki aşıralaydıgan bir şaraitinin yapılışını ve şu vatanımızda insanlarımız ve kuşlarımız
Bizden Abdülkadir Yapcan akımızdan kökleydi. O yani kuşlamı esir tutulmadı. Rahat yaşayamaydı. Başlamı mı rahat yaşayamaydı. Üstünlüklerimiz var. Rahat yaşayamaydı. Bir şeraitin berba bulunuşu için biz hazır kadar devam kılsak bu işin ait kıyımlıkta şuna hemmemiz kaldığımız nasıl gibi ben bedenim için, milletim için demiş kılamayım ben. En azırak bozma, küçükünün bozdu demiş kılamayım ben. Digende her vakit aklımızda tutuşumuz lazım. Ondan başka çent elde yaşamakımız, fakat çent elde rahat içinde, yaxşı öylerde, yaxşı maşinlarda, yaxşı pul yaşap ötüp gelsek biz bol deydiğen düşüncenin kat'i hali oluştururlar. Biz kanda yani yaşımızın kat'i nazar, yüzümüzün bedeninde erkin halda, şu meyli palıç olaydı, meyli dikkat olaydı, ne mi olaydı, kentellerde, ne çok yerde, çok bitişimizde yanlar erze, bunu emmimiz his kılıp durmadığımız, bunu unutmamaydı. Şunu ben yapmayı uzatmayı ben, Doktor Nebican Tursun Efendi'nin ahirette yaşatılan iki tomluk kitabı Şarkı Uygur Umumi Tarihinin 4. ve 6. tomları. Bu tomları Şarkı Türkistan'ınki 1910 yıldan başlap 1928 yılda başlayıp olan mezgildeki tarihlerine alıntıdı. Bu biz Şarkı Türkistan'da uygulalar için 20. yüzyıldaki birinci 20 naiti şereflik ve naiti tradigiyelik bir 150 yıl, bir 20 esir. Yani bu eser işletim devlet kurdu ve bu işletim devletimiz Xitay, Rus ve başka güçlerdeki oyunlar bilen yıkıldı, aldırıldı. Biz bugün içeride Şarkı Türkistan, bedenimiz, milletimiz, bayrağımızda oturgan olsak, mana şu 1910 yıllardan 1950 yıllara işlek olan Şarkı Türkistan'da iltibar olan güreşinden, kurulgan Cumhuriyetinden varisleri bulup, köksümüzde kerip, şu ay yıldızlık gök bayrağımızdaki aslında bugün bu oturuşuna, yığılışına oturttuğumuz. Ben bunun ki sözün ilgisi olan Nebican Tursun Efendi'ye, bizim doktorumuzla ben sahneden ayrıldım ben. Oradan olsa sahne sizden ben Yine avrat vacıma şumarı koyup ben şimdi bunun 6 ay ilgili 5 aydan çıkıp olsa 5 ay ilgili bu şehirde kelgen kerimdaşlarıma bir verdim. Verdiğimden aklımda değil mi? 6 aydan 2 yıl. Yani ben digendim, inşallah kitabımın yanı çıktı olmadı. Neşer kılıp, kısa vaktisinde 10 ton buldu digendim. Demek bu kadınca 6 aydan 2 seferinde verdiğimden aklap her bir varga 2 kitabını çıkardı. Bu Allah'ın bana vergen iltifatı, bana vergen güç kulu. Yani birisi milletinin bana vergen zor ruhi ilhamı. Bu içki güç bana bu ilhamını verip atıdır. Şunun neticesi bilen bana bu verdiğini aklavatımız. Uygur milletinde bir söz var, yigit verdisini aklaydı. Doğru mesela. İnşallah bu kitap bununla doktorunu yok. Biz 13 ton dedik. Şunlar bu değil mi? Bu 13 ton Hazreti Sam. İnşallah yanı verdi vermem. Allah bulursa belki 16 ton, 18 ton oldu kendisine. Çünkü tarih 13 ton bilen tüketilen tarih emez. 15 ton bilen tüketilen tarih emez. O minimden başka adamlarını yazılgan tarih. Nurgul olan tarihçiler yazıp çıkardıgan tarih aslında. O bir adamın iş emez. Lekin hem de bana güç kodurluğumuz olan kılvandınız. O da verden bu işi bunu hep geldi. Yine her durumlarda verdi kılınan Allah buyursa
Yana bir kadın kelgende, yana bir dinini götürüp kelime kolay biliriz. Endiniz mevzular. Bu qatim sizlarga har biringlarga bergan va'dam bo'yicha chiqargan kitob Uyg'ur umumiy tarixininki 4 va 6 tom 2 kitoblari. 3 kitobi, 3-chisini bu yerda 6 tomning 2 kitobi bor. Shu ba'zilar mendan hayron qilib so'rayotdi. Voy bu 6 tom kitob ham bo'ldi. To'g'ri, bu 6 tom kitob bo'lib ketdi. Birisi 730 bet, birisi 700 bet. Hisobda 1500 betda bu ikkisi. Endi bu 6 tom ikkinchi kitob o'tgangi qitimda chiqarib bo'lgan. O'tgangi safarimda bu chiqib bo'lganki, bu 1933-yildagi 33dan 34-yilgacha bo'lgan asosiy 1 yil, 7-oygacha bo'lgan 1 yil vaqalar bo'libmi, uning oldidagi 32-yillargacha bo'lgan qism. Amadan keyin bu 5-tom. Mana bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti va Uyg'ur Milliy Gullanish harakatlari degani bu 1931-yildan taki 33-yili 7-oyda Sabit Damollamning Qashqarga kelgan vaqtigacha bo'lgan araliqdagi Qumul inqilobidan tortib Xotan inqilobi, Muhammad Imom Buxoroning Qashqardagi inqiloblar Aqsu butun Sharq Turkiston bo'yicha shu jarayonlar bayon qilindi 5-tomda, 6-tomda 2-kitobda ondan Sabit Damollamning Qashqarga kelgandan keyingi faoliyatlari, Xo'janiyaz Hojimninki Urumchi bu atrofdagi faoliyatlari, oxirida Janub tushish, Qashqarga kelish, shundan 33-yil 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatininki e'lon qilinishi, andan keyin bu hukumatning davlat tashkiloti, bu hukumatninki har xil siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rif, asos qonun va boshqa siyosatlar qatorliq nurg'un masalalar, ichki jihatdagi ziddiyatlar, to'qinishlar, shu vaqtda xalqaro vaziyat, Sovet ittifoqining tutgan siyosati, Angliyaning siyosati, Yaponiya va boshqa allarning Sharq Turkistonga oid siyosatlar qatorliq nurg'un masalalar mana shu 6-tom 700 betda tafsili bayon qilingan. Ya'ni Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetininki shu vaqtdagi umumiy ko'rinishi mana shu 700 betda bayon qilingan. Ammo hozirgacha esinglarda bo'lsin, bu 6-tom 3-qism kitob, mana yana 6-tom Stalin Shin ko'langusi ostida Uyg'ur Milliy Gullanish harakatlari va Sharq Turkiston deb atalgan bu tom 731 betlik. Buningda 34-yil 7-oyda Xo'janiyaz Hojimning Qashqardan arilib, Yakanga kelib, Yakanda Sabit Damollamni tutib berib, elib anadan keyin oxiri Urumchiga borgan. Urumchida o'lkalik hukumat shu vaqtdagi uning ma'mur raisi bo'lib, taki 37-yili 10-oyda o'zining tutqun qilinishi, anakin Shingsisayning Jallatning shu vaqtda elib borgan bir qatimliq keng ko'lamli qirg'inchiligi, Abduniyaz Kamal boshliq bu Uyg'ur shu vaqtdagi jangchilarning 2-qatimliq keng ko'lamli milliy mustaqillik 2-inqilobini boshlash ahvoli qatorliq masalalar shu vaqtdagi Sovet Rossiyasininki siyosati, Stalinning siyosati, Sharq Turkistonga oid nurg'un masalalar mana bu 6-tom 3-kitobga bo'lingan. Shunday bo'lganda bu 1941-42-yilgacha bo'lgan araliq bu kitoblarda bayon qilindi. Shunday bo'lganda 1931-yildan 1942-yilgacha bo'lgan birinchi qatimliq Sharq Turkiston milliy inqilobi Qumul tog'laridan boshlangan. Uning natijasi bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti, uning natijasi bo'lgan oxirgi taraqqiyotlar, oxirgi Shin hukumati, shu vaqtdagi vaziyat 41-yildagi dunyo vaziyati bu joyning o'lkaning qaytadan Sovetlarning kontrolli ostidagi rayonga aylanishi, oxiri Shinning bu Stalindan yuz o'rib bu joyda 2-qatimliq inqilobning yo'l ichilishi qatorliq 43-yilgacha bo'lgan umumiy ko'rinish mana shu jami 1900 bet mana shu birinchi qatimliq inqilob Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining markaziga inqilobga 1900 bet ajratildi. Endi mana bu 8-chi, 7-chi, 9-chi, 10-chi tomlar bu 1943-yildan bularimiz ulindi vaqalar bir-biriga yil bo'yicha. Uningdan
1949 жылның ақырда Қытай коммунист қошыларының Шарқы Түркістанға бастырып кіріші, бұл жайны егеллеші, Шарқы Түркістан Жұмыриетінің олжыда үзіл кесіл ақырылеші, оның алды Ахметжан Қасым қатарлық лидерларының аталмыш айрыплан қазасы деген білән, yok қылнеші сүйқаст білән қатарлық вақала 11-ci том баятын инім Махмуджан деп өтті. Сталин Мау İttifaqı Şərqi Türkistandakı çoğ işğaliyyət деп аталған tomu 11-ci tomda mana şu işğaliyyət 49-cı ili 8-ci aydan 12-ci aygacha bolğan 4 aylıq jarayandakı bütün işğaliyyətin arxı görünüşü, Stalinning ko'rsatmasi, Sovet Xitoy do'stligi, dunyo vaziyati, Ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyoning taraqqiyoti, sovuq munosabatlar urushi, Amerika, Angliya, bu Sovet İttifaqı bular orasidagi to'qinish, buningdagi Sharqiy Turkistonning o'rni, ta'siri, mana qatorliq mush jarayonlar hammasi bu 11-ci tomda tafsili bayon qilingan 700 necha bet. Umuman olgan chaqda mana bu kitoblarda mana bu qatim chiqarganimiz hamda yana birisi 4-ci tom. Sizlarga ham tanishtirib, shu munosabat bilan. Mana bu 4-ci tom, bu 730 betlik bu 4-ci tomda Nami Uyg'urlarning siyosiy qismatlari 1914 yildan 28 yilgacha deb atalgan. Mana bu 15 yillik 16 yillik hisobdagi tarix buningda bayon qilingan. Bu 1912-yili Manjur imperiyasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib turgan. Yiqilgandan keyin uzun o'tmay dunyo urushi partildi, birinchi dunyo urushi. Uningdan keyin dunyoda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Bo'libmi Sharqiy Turkiston, bizning atrofimizda qo'shni O'rta Osiyo va boshqa joylarda hammasi o'zgarishlar bo'ldi. Mana shu o'zgarishlar jarayonidagi Sharqiy Turkiston vaziyati qanday edi? Uyg'urlarning shu vaqtdagi vaziyati qanday edi? Uyg'urlar qanday bir ongda ketyotdi? Bu Yanzingshing bu 17 yil qanday bu xalqni idora qildi, qaymoq turib. Shu vaqtda Sharqiy Turkistonda Xitoyning soni 100 mingga yetmaydi. Shu necha million Uyg'urni bir ikki dona noilada hokim Xitoyda o'ltirdi, qanday qaymoq turib idora qildi. Mana shu ilinayranlar, shu taktikalar hammasi mana shu kitobda tafsili bayon qilingan. Menimcha buni o'qib chiqqandan keyin shu vaqtdagi hamda bu Uyg'urlarning bir nomusliq tarixi hamda necha million Uyg'urni qo'pib ikki dona Xitoyning qo'lda olib boshqarishiga ma'qul deb yashaganlik shu vaqtning o'zida. Hamda ichinishlik bir nomusda bu hamda. Shu tarixning sirlari mana bu kitobda tafsili bayon qilingan. Bu da chiqargan tomimiz mana shu. Demakki Şurada bo'lganda bizning hozir jami bu 10 kitap chiqib bo'ldi. Bu 10 kitap 1910-yillardan mana 1950-yilgacha bo'lgan. Mana shu bizning tariximizdagi ikki qatimliq mustaqillik inqilobi, ikki qatimliq bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, shu vaqtdagi Uyg'urlarning yangi bir millat shaklida bir ozodlik, mustaqillik ideyasiga ega bo'lgan xalq shaklida, ya'ni Qashqariya Yaqubbek davlati yiqilgandan keyingi şu mesele demek umumi ko'rinish 10 tom bilan bayon qilinib, hamda bu tarix qismi yepildi. 20-ci asr tarixinin 50-ci bo'lgan tarixini biz 10 tom bilan yaptık hamda. Jami bu taxminan 7500 betdan 8000 betgacha hammasini yig'sangiz. Hamda Dünyada hazırgıça bizim tariximizni nurg'un davlatlar tadqiq qildi. Qadimgi zamon qismini 200 yildan ortiq vaqt oldi. Sharqiy Turkiston bu Uyg'urlarning tarixining tadqiq qilinayotganiga Amerika, Rossiya, Turkiya va boshqa Yaponiyada Xitoydan tatib nurg'un davlatlar qarsak ilgari keyin 200 yilga yaqin bir musofa bor. Hamda bu jarayonda men burunmi so'zlagan edim. Uyg'urlar o'zimizmi keyingi vaqtlar tadqiq qildik. Albatta burungi vaqtlarda yozgan asarlarimiz bor. 20-asrning 5-ida bo'lsa bizdan tunji bo'lib Muhammad Emin Bo'g'ra Sharqiy Turkiston tarixini yozib chiqdi 1940-yilda. Hamda shunchalik vaziyatda, shunchalik sharoitda shu kishining bir fidokorlik bilan qo'ldan keladigan ishlarning hammani qilgandan keyin yana tarix ilmiga kirishib, shu odamning oxiri topgan yo'li demek bir millatni qutuldirish, bir millatning ro'yi dunyosini bilish, bir millatning ro'yi qadriyatini tiklash uchun oldidan tarix bo'lish kerak ekan dedi. Shuning uchun shunda bir odam oxiri tarixni topqaniga qaraganda tarix nihoyat ahamiyatli.
Şundaq bir adam, mana Mehmet Emin Boğra Şarkı Türkistan tarixini yazıb çıxdı. Sizlər mənlə bilirsiniz, 80-ci illərdə Turğun Almaz Uyğurlar tarixini yazdı. 40-cı illərdə, yəni ondan başqa yaşlardan Polat Qadiri yazdı, ölkə tarixi deb. Meyli bu tarixlər qanday şəkildə yazılğan bolsun, dünyada həm də Uyğurlar üzümüzmü, qolumuzdan kelişçə aşını yazıb baxdıq öz tariximiz boyunca. Başqa Ruslar yazdı, neçə parçalayan Uyğur tarixlərini, Şərq Türkistan tarixini və başqalar bax. Xitaylar yazdı, əlbəttə 80-ci illərdə tərcümə qıldı, Lyozi Şao deyənin Uyğur tarixi, Uyğur qısqış tarixi deyəndə hökumət yazğan kitablar. Bunun həmmini sizlər bilirsizlər özünlər. Amma mən yəni şunu deyib qoyay. Heç qandaq bir Xitay tarixçisi Şərqi Türkistanını tədqiq qıladigan Uyğur tarixini. Ya bir Rus tarixçisi, yoki bir İngilis tarixçisi, yoki bir Yapon tarixçisi, yoki bir Uyğur tarixçisi 1910-cu ildən 1950-ci ilgacha bo'lgan bu 50 yillik tarixni, 40 yillik tarixni, mushu bosqichni 10 tom qilib kitob yozib batgan emas hozirgi dunyoda. Yani bunu Uyğur özümüz yazma. Yani demek özümüzün tariximiz. O mən yazdığım Uyğur milleti yazğan bol oxşaş. Çünki mən Uyğur balısıyam. Doğru mu, doğru emasmı? Şu Uyğur vəkillik, Uyğur öz yazarday. Demek bu işin özündən nimin düşünürsüz degençe Uyğur milletinin qolundan həmm iş kildi. Həmmini qilishqa qodir bir millet. Demek mənə bəgən Allah bəgən bu güc qüvvətdə mən bunu qıldım. Demek başqalar yəni nurgun işlarını qıla alaydı. Həmmədən özünün qoldan kildiğin işlarını qıla alaydı. Özü qoldan kəmməyən işlarını qılıman deb avar olmay, özü qoludan kildiğin işlarını qilish kerak insallah. Mening qolamdan bu kilidi. Mən özüm qolamdan kəmməydiğin nərsəyə mən barmayman hər gizço. Qolamdan müşkilidi. Demek mən müşini qilishim kerak. 10 ton bilan biz bunu püttədik. Mana ishki cumhuriyet, mana muşini xulasıldık. Əmdi inşallah biz əmdi budaqi səfərlərimizdə 19-cu əsr Qashqariya Yaqub Bəy dövləti bunun umumi görünüşü. Onun da Seydiyalar dövləti 15-16-cı əsrdəki və onun aldıdakı bu Qarxaniylar Sulalıs Turpan İdiqutluq dövləti. Onun aldıdakı Uyğur Orxun imperiyası Yevraziyanın ən çox imperiyaları Türklər degəndə tariximizdə iki xalq var. Türk, yani birisi Uyğur degen nam bilen. İki imperiya egisi. Birisi Türk degen nam aslı, yani birisi Uyğur degen. Qanchalik faxrlansanlar arziydi o'tdag'lar deydi. Uyğur degen namdı. Demek ki mana mushu tarixlarimizning hammasi bular yezilib bo'lgan, hamda bular oldimizda bir-birlab yezilib bo'lgan narsani tahrirlab, tuzitib, to'liqlab, qaytadan nashrga chiqarish bosqichi bor, ikkinchi bosqich. Birinchi bosqich tamomlandi, ikkinchi bosqichlik bu ishlar bor. Bu ishlarni inshaalloh oldimizda qilamiz. Mana bu jarayonda to'liqlandi, mukammallashadi. Eng oxirida bu kitoblar bir-birlab yo'riq chiqadi. Shuningdek shunday hisoblaganda bizning tariximizning eng qadimki 4000 yillar, balkim 5000 yillar davrdan tortib, hozirgacha bo'lgan umumiy ko'rinish qiyofati bütün kartinasi to'liq ko'rsatildi. Yana birisi bu Uyğur tarixi demeklik, Uyğur umum tarixi. Tegitek naganda bu Türk tarixi demeklikdir. Bu Uyğur bilen Türk iki hukum ayrı bitilmeydi hiç kaçan, burun ötmüş tarihinden. Demek ki kelgüsüde bu inşallah bu kitap, bu dağıtı nüskhulları aldığımızda bu Türkçe'ye işlenmektedir bu kitap, Türkçe tercümeleri. İngiliz tercümesi kitap azı tayarlanmaktadır inşallah pat arada. Ben dedim ki sizlerge vədi kıldım deyip. Bu da yani ne çıkıl rağında kitabını kötürep gelmem, Xudayım burası aldığımlığa. Şu. Rusça nüskhası çıkıvadı da. Merhamet Xitaylarını tercüme kılıp okuvason. Eğer vakti olsa tercüme kıldırıp. Yetkizip bəsin uluğa. Şu kitap ne demek okusun. Biz bu kitabını dünya için yazımız. Dünya için. Doğru mu, doğru emas mı? Hem milletler okusun, aş tılladı maksat. Ondan ensiremeyimiz. Demek ki hem de mana bu işlerini kılıvatımız umumi cihetten her birinlağa, otlağallarınlağa mana muşundaq jırak yıkıllardan hava ısıqlığa qırmay kelip müşaheden muşunu anlaşqa vaqt çıkarıp kelginlarının özü muşu bizge berilgen gayet zor ilham. Muşu.
Eğer kemmey bir aldığımda 10 adam ottağım bolsa nemi dettim. Şunda mı? Bunun özü zor ilham. Şunun için aldığından mani sizlerdek ilham bergen muş kıyırındaşlarımға her birіңla bir Uyghur milletinin men Uyghur degan bir ismingla bilan üzəng jürgünlarni pəxrlanğan bir tuyğunlar bilan müşayik kilib vaqtinglarni sarf qilib o'tdağınыңlar üçün men üzəmdiga naiti bir g'urur pəxrlanish yani bir yaxnaganda üzəmge bir ruhiy jihatdan kuch his qilaman. Çünkü men etdigəndin keşkiçe yazımam. Burun bunu Erkin Asiya Radyosu'da 25 yıl işildim ben. Bular emmisi 1 yılın içinde, 2 yılın içinde yazılgan emas. 30 neçə yılınızı yazıb atımam. Yazıb atımı, keçisimi yazımı, kündüzümü yazımı, yolda ketib bitimi yazımam ben. Bazılar deysen, nima oylap mağdın deydi. Nima oylaydım? Tarixtik adamlarla sözleşmağdım deyim. Sizler bugünkü adamlarla paranlaşanlar, ben 1000 yıl aldık adamlarla 1000 dışay deyim. Şu. Demek ki aşındaq boğunumuzda aşındaq bir нәрсе çıkıdı iken. Undaq bulmaganda bizge meymandaçılık gerek, bizge toy tökün, oyun tamaşalık gerek ko insan boğandık şunda mı? Nurgun nesilden sen vaz keçkininde, nurgun nesilden çetki hakkında ama deyin ki aşındaq bir нәрселер çıkıdı iken. Bunu üzemem his kıldım. Elbette Endi umumi bu bir muş eserlerinin meydan kiliş jarayoni. Endi men sizlarga azroq mushu tarixni o'tganda men qadimdan tatib taki Muşu 20-asırgacha bo'lgan umumiy tariximiz haqida nay tafsili bir 4-5 saat so'zlagan edim. Inimiz bu Abdullah Yalqun nay yaxshi taqatdi. Umumiy tariximizningki bu mazmunlari yana to'g'ri izlasanglar bor. Shuning uchun men yana qaytadan qadimdan tatib uni men takrorlamay, agarda yana tarixga qiziqadiganlar bo'lsa, anglashni xohlaydiganlar bo'lsa, men mushu 2-oydan boshlab tor orqali Uyghur tarihi deydigan bir leksiya ta'sis qildim, dars ta'sis qildim. Hozir ilgari keyin bo'lib, dunyoda bir 150dek odam tor orqali darsni anglab o'tadi Uyghur tarihi. Biz hozir tehi 6-asr ko'k turklar davriga keldik. Ko'k turklarni so'zlab o'tamiz. Valloh u buni so'zlab bo'ldik. Bu mana shundaq har haftada bir qatim shanba kunda shundaq 1 soatdan so'zlanib, inshaalloh yana 1,5 yil, 2 yilgacha biz hozirgi zamonga kelamiz. Ya'ni sistemli qalda tarixni shundaq so'zlab o'tamiz. Anglash qiziqadiganlar bo'lsa, aloqa qilishib, to'g'ri kirib, aloqa qilishib bizning bir guruhimiz bor, buni ta'sis qilayotgan. Kirib anglasanglar, haftada 1 soat vaqtini chiqarib qo'ysanglar, meningcha bu asta-asta. Chunki undaq bir tarix darsimi, maxsus sistemli, haftada 1 qatimlik, 1 soatlik hech qachon bo'lgan emas. Mana hozir bo'lib o'tadi. Uni ham men sizlarga shu munosabat bilan deb qo'yay. Shunga ham men tarixning qadim zaman qismini demay, men hamda mushu kitobimningki asosiy 2 budaq chiqqan 2 tom kitob. Mushnodagi mazmunlarni qisqacha sizlarga bir so'zlab beray deyman. Birinchisi mushu Uyg'urlarning 4-tom. 14-yildan 1928-yilgacha bo'lgan tariximiz. Mushu ko'pincha odamlar biladi, Yanzingshing davri uni qilgan, buni qilgan deb so'zlaydi. Biz shu bo'yicha men bir umumlashtirib mushu Yanzingshing davri degan hamda o Yanzingshingning emas, shu Sharqiy Turkistonga hukmronlik qilib olganligi uchun biz shuning ismini atadik. Shu Hammalar yaxshi bilisizlar, 1912-yilda, uning oldida 1878-yilda 77-78da bizningki Sharqiy Turkistonda bu Qashqarni markaz qilgan Yaqubbek asosi rahbar bo'lgan 7 shahar davlati deyildi, 7 shahar Uyg'ur davlati deyildi, ba'zida Qashqar davlati deb ataladi. Shu davlat boy edi, qurilgan edi. Bu Manjur imperiyasi Sharqiy Turkistonni 19-asr, 18-asrning 2-yarmida besib olgandan keyin bu joyda, ya'ni ma'lum vaqt o'tgandan keyin 1800
1960 yıllarda umumyüzlük kozgılanlar partıldı. Bu kozgılanlar partlaş jaryanıda ahir 1864 yılı kelgen çağda bu Kuchada Raşidin Hoca başlığı Kucha devleti Aksu muşu jaylarını azat kılgan. Qashqada bu Qashqa devleti hem Xotan'da Habibullah deyen kişinin başlandı Xotan hakimiyeti. İli Uygurlarının tarançladıydı. Ulanınki Alahan Sultan ve başkalar başlamcılığı da ili Uygur Sultanlığı kuruldu. Mana şu bütün Şarkı Türkistan'da o vaxtdaki Manjur imprisi bütünley yok kılıp taşlandı. Hem de şu vaxtın özüde bütün şu Orta Asya, Türkistan, şu kenzimin şarkı ve garbi, şu kenzimin 19. asırda ikiye bölünüp gitti. Onun Orta Asya kısmını, yani Türkistan bu jayla ilgirkin 1876 yılda Çavrusiyinin Qoqan'ını işgal kılışı bilen Qoqan xallığını toluk yoqatdı. Onun aldı Bukhara emirligini, anadaki Kazak xallıklarını yoqatkan. Şunun bilen 19. asırınki 80 yılları kelgende, 70 yılları kelgen çağda bütün Şarkı Türkistan ve Garbi Türkistan bu tarafi Çavrusya Ruslarının kontrollüğünde, bu tarafi Manjurlarının kontrollüğünde. Xitay emas. O Xitay milleti mi uçağı Manju imperiyasının hükümranlığı aslında. Manju hükümranlığının astığı düştü. Ama 1864'ten keyinki bu kozgılanlar neticesinde qaytadan bu jayda Manju imperiyasi yok kılınıp hakimiyet yerlik halklarının koluga, Uygurlarını asas kılgan halklarının koluga öttü. Ama uzun qıbamay şu vaxtdaki dünyavi uyullar, siyasi güçler, dünyavi tampонлықlar çoğun oyundaydı. Şunun tesiri bilen bu Manjur imperiyasi şu vaxtda Xitay generali Zozongtang'nınki zor koşunu bilen Şarkı Türkistan'a 1876 yıldan keyinki işgaliyet başlışı bilen 1877'de 78'de bu 7 şehir devleti asaslı Ürümçi şunun içinde Qashqar manımış jaydaki devlet işgal kılındı. Şundan keyin ilini Çarusya besip algan Çarusya imperiyası mı ilini 1871 yıldan 81 yılgacha 10 yıl tutup durup Manjur imperiyası bilen toxtam tüzüp kilişim tüzüş bilen nurgun ulardan pul altınlarını ündürüş bedeliге çegara sızığını hazır Kazakistanmış çegaraları Qorgas çegarası şu vaxtda sızılgan. Şularını bölüp durup bu ilini Manjur imperiyasıga bədi. Bəgəndən keyin Manjur imperiyası 1884 yılda yeni zemin, yeni işgal kılıngan toprak, yeni egellengen yer degen ma'nini bildirdigan yeni mustamlika zemin ma'nisi de onun hem de şunda. Degen Xinjiang degan hukumni bu joyga ism qilib qo'yib Xitoycha. Shuning bilan bu joyni o'zining bir o'lkasi deb atadi. Ammo 1912 yilga kelgan chaqda Manjur imperiyasi ichki qo'zg'olonlar tufaylidan yo'qolgan shu vaqtning o'zida oldi bilan Manjur imperiyasininki qo'li ostidagi Mongoliya Taşkı Mongoliya değildi, uçağı Mongoliya ulan müstakillik ilan kılıp çıkavaldı. Tibetlermi müstakil aletli oldu. O vaxtada bizde gerçi Tömür Halife başçılığında bu Kumul tağlarında Kumuldu kozgulan boğan boğsumu. Ama Şarkı Türkistan, bütün Şarkı Türkistan miqyası da bir etim tek kozgulan yüz bəmidi. 12 yılda. Bu ameliyatda Manjur imperiyasının yıkılışıdan keyinki nayti çoğun bir fırsat kelgen vakit idi. Ama Tömür Halife'nin kozgılığımı tek nağanda keng külemlik müstakillik bir azatlık kozgılığına emas, o ameliyatta şah məqsud şu vaxtdaki. Şununki siyasetdeki hatalıklara karşı bir kötürlügen kozgılan, içki rayon karakterlik, ama o ki müstakillik karakteri özgürüp bütün Şarkı Türkistan miqyası kengaygiçi boğarlıkta bu kozgılan bastırılıp yoqtildi. Ameliyatta 1912 yıldan keyinki mana şu Şarkı Türkistan'ın umum vaziyetinden elip etganda, Uygurlarning vaziyetini elip etgan chaqda, şu vaqtda Manjur imperiyasining yıkılışı bilan bu joydagi hokimiyat yerlik xalqning qo'liga o'tish kerak edi. Uygurlarning, musulmonlarning qo'liga o'tish kerak edi. Lekin umum yüzlük bir qo'zg'olon bo'lmadi. Ammo bu vaqtning o'zida yana shundaq bir qo'zg'alish imkoniyati bor. Hokimiyatni tatib elish imkoniyati va siyosiy kuchlar bor edi. Mesela Kumul xallığı.
Turpanni merkez kılgan lükçün hallıqı. Bunu sizler köpünçü materyallarda, vatandaki burunqı yazılgan bazı nəslərdə qumul vanlığı, lükçün vanlığı, van hocam, van dep addilaştı. Bu van emas. Bu xanlıq bir dövlət o bir. Hakimiyet o asli. Mantiq cihatdan o bir qumul xanlığı. O faqat Ürümçideki Yanzıngışın yoki Ürümçideki onun aldıdaki bir generalga boysunmaydı. O faqat Beijingdeki Manjur imperatoriga 2 yılda bir qatim aldı verip salam qilib qo'ydi. Soğuk salam böp qo'ydi. Qolgan bütün mush qumul kang ziminning igidachiliq huquqi, boshqarish huquqi qumul xonining, uning ismi xon. Ваң емес. Ваң деген Қытайча атап қойған кеп. Уйғырлы өзі ваң дәу жүріп, ақыры өзіні көндіріп алған бұныңға. О бір халық хакимият о. Өзіні өзі башқұрдыған, өзінің әскері ва, өзінің дорғылары ва, бүтін құмылының 12 тағыларını өзі башқұрды. Турпандеки лүкчүн bu xanmı bütün Turpan oymalığınınki ilgisi şula. Xuddi bu Çarusiya O'rta Osiyoni ishg'ol qilganda Buxara amirligi deydigan davlat var. Buxara amirligini namda Çarusiyaga tava, lekin amaliyotda u butunlay o'zini-o'zi boshqurtaki 1919-20 yilgacha mavjud bo'ldi. Shuningga o'xshash bizning bu amaliyotda Uyg'urlarning mushrayindagi davlatlari edi. Amaliyotda shu vaqtdagi Shah Mahsud xon bular hammasi qoida bo'yicha olganda mustaqillik jakarlash shu rayonda. O'zining rasmiy davlatini jakarlash bir fursati bor edi, lekin ular u yo'lni tutmadi. Tutmay, aksincha 14-yilga kelgan chaqda Shah Mahsud Beijing'e verip Yuanshkayning aldığa salam qiladi. Onunğa yenidən andın huquq vədi sənin yəni müşəni başqurur və qumul senin qolanda turuyurdu degan huquqni bədi Yanzıngışın uyağı çekilanmaydı əməliyyat qumulğa. Faqat Qashqa Janub muşu joyini başqurdu. Demek ki 12 yıldaki mana shundaq Manjur imperiyasi yıqilgan. 17 yılda Rusiyada inqilabda Rus imperiyasi u yıqilib onun onda yeni devletler kuruldu. Etrafta dünyanın hem yerinde yenilmiş bir hareketi oldu. Şu vaxtın özüde bizde Uygurlarda Şarkı Türkistan'da umumyüzlük bir inqilab partlamay kaldı. Bunun sebep amıllarını Mehmet Emin Buğra özünün Şarkı Türkistan tarihinde naiti etraflık düşendirdi. Adamların naiti akıda qağallığı, cehalet qağallığı, naiti ansız aldı qapqağallığı için bula dünyadaki bu özgürlüklerini, içki cihattaki bu özgürlüklerden bir haber qağallığından muşunda qapqaldı deydi. Gerçi Abdülkadir Damollam ve başkına ait anlık dünyanı köygen fikri ötkör alımlar boğan bolsunmu bu alımlarının küçü az kep kaldı. Bu nait az sandaki adamlar boldu. Mana muşu vaqtda Yanzıngışın şu vaqtdaki Manjur imperiyasininki bütün өлkəni başqurduğan hakimiyetini tatib elib, özü Tungallardan askar elib, Matitayni askar qilib, musulmonlardan foydalanib turib, avu başqa Xitoylarni cheklab, millatchi Xitoylarni. Shuning bilan bu joyda o'zining hukmronligini o'rnatib oldi. Matitayni 15-yilda Qashqarga evatib, Qashqarning Tidu deydi, hukmronlik qilib, Qashqarda 9 yil hukmronlik qildi. Şonga Matitay 300 tane asker Tungan askeri var. Qashqarni 9 yil idora qildi. Matitay haqida Quchqachi vaqasi deymiz, yana bir Mom vaqasi deymiz. Ajoyib vaqalar bo'ldi. Umumyuzlik olda demak, mana shu 15-16 yillar toki 24-yilgacha bo'lganlikda Matitay o'ltirilguncha bo'lganlikda Mafushin Tungan Qashqarda umuman Sharq Turkistonning hamma yerida ana shunday bir jaholat mavjud bo'ldi. Shu vaqtning o'zida endi mana mushu joyni kontrol qilish uchun men bu kitobimda tafsili yozgandek qanday siyosat yurgizdi deganda Yanzıngışning siyosiy ichki jihatda deydi o'zi bizning nopusimiz Hanzolarning nopusi nayt az deydi. Biz deydi hatta 20'de birga to'g'ri kelamiz deydi bizning nopusi. Biz qandaqmi mushu xalqni biz harbiy kuchimizga yoki boshqa kuchimizga tayinib boshquramiz. Bularni boshqurishning eng yaxshi usuli kalla ishiltish kerak deydi. Bir dana qalimim bo'lsa, bir kallam bo'lsa bo'ldi bularni deydi. U degani men yelin ayran her türlük yumuşak taktikalar hammasini qo'llanaman deydi. Birinchi qo'llangan siyosati u Yanzıngışning vaqtida
Chet ellar bilan Uyg'urlarningki Sharqiy Turkistonning chet el bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlash. Birinchi. Ya'ni hajiga berish, musulmon dunyosini ko'rish, haji orqali dunyodagi o'zgarayotgan vaziyatlardan ko'rib, odamlarning ong tafakkurining ochilishini to'sish. Bu 17-yil rasmiy siyosatni belgilab, hajiga berishini to'sib tashlab o'tgan shu vaqtning o'zida. Ikkinchisi, islom dinini keng qo'yib berish, tashviq e'tiqodini qo'yib berish avom xalqning, lekin mechitlarni kontrol qilish uningki. Ya'ni u mechitninki imomining yana bir mechitga berib so'zlashiga ruxsat qilmaslik. Uchinchisi, chet ellarda tarbiya ko'rgan, diniy bilimi o'sgan, milliy idisi va odamlarning kelib diniy tabliq qilishiga bularga yo'l qo'ymaslik. Faqat o'z ishida kontrol qilish bir-birini. Ondan keyin bo'lsa ichki jihatda mazhablarni paydo qilish, mazhablar orqali bir-birini cheklash, o'zaro nizo paydo qilish. To'rtinchisi yana har xil shu vaqtning o'zida Xitoyning Shotang deydigan maktabi bo'lgan Xitoycha o'qigan Uyg'urlardan foydalanib, ularni yezi boshlig'i Shangyo bu deganlar va shu vaqtda chiqqan gap qilib, tilmoch qilib ishiltib, bularni shular orqali kontrol qilib turish xalqni. Qatorliq mana shu andin 5-inchisi chet ellardan kelayotgan madaniyat, ma'rif jihatga singib kirishlarni butunlay to'sib tashlash. Chet eldan keladigan har xil axborot, nashriyat buyumlari bularni to'sish. Mana mushundaq bir qator siyosiy tadbirlar bilan bu yana 10-17 yil idora qildi. Buning nurg'un taraflari bor. Bu nay tafsili gap. Buni hamda bir-birlab tasvirlasak, vaqt e'tibori bilan nurg'un narsa ketadi. Anadikin u vaqtning o'zida buning qo'llangan yana bir taktikasi chet elda bo'layotgan o'zgarishlar. U vaqtda islom dunyosida g'oyat zo'r yengilnish, islohotchilik harakati boshlandi. O'rta Sharq, bu janubda bu Hindiston degan hamda vaqt Angliya mustamlikasi, uning qarshi harakatlar va undan boshqa bu qo'shni G'arbiy Turkiston, O'rta Osiyodami Charusiyaning yiqilishi bilan u yerda yangi harakatlar, jadid milliy ideologik harakatlar bo'ldi. Ondan Turkiya tarafdan bu Osmanlı imperiyasining oxirgi davrlari, masalan Ahmed Kamal İlkul deymiz, shunga o'xshash odamlar kelib maktablarni ochdi. Mas'ud Sabri, Bayqo'rozga o'xshash bu kishilar chet ellarda bo'lib Turkiyada bu yangicha ma'rif, yangicha ideyani qabul qilib qaytib kelib o'z yurtlarida maktablarni ochib qilishga boshladi. Mana mushularni to'sish bilan birlikda buni kontrol qilishning yana bir usuli shu vaqtida O'rta Osiyodan keladigan Sovet Rossiyasidan keladigan yana bir g'oyat zo'r bir o'zgarishni to'sish. U nima deganda, u vaqtida Sovet Rossiyasi 1918-yili Lenin Rossiyasi hokimiyatni qo'lga olgandan keyin u o'zining hokimiyatini mustahkamlash uchun butun sharqdagi musulmon xalqlariga, Afg'oniston boshqa xalqlariga ularning ozodligini qo'llaymiz, mustamlikdan qutulish harakatlarini biz qo'llaymiz, himoya qilamiz deb Afg'onistonlik vakillarni evatib, ular bilan do'stona munosabat o'rnatgan. Shuning bilan bir vaqtda sharq xalqlarining bu ozodlik harakatini biz qo'llaymiz degan bu chaqiriqni e'lon qilish bilan birlikda Sovet Rossiyasi shu vaqtda hamma joyda o'zining inqilobini eksport qilishga harakat qildi bu. Qilib qo'zg'ash orqali bularni o'zining yeniga tortish, o'zini kuchlantirish, ondan o'zining atrofidagi asosiy dushman deb qaragan Angliya, Sharqda bo'lsa Yaponiya, mana shu Antanta davlatlariga taqobil turish uchun mana shu musulmon xalqlarini qo'zg'ash shu vaqtda Turkiya, Mustafa Kemal hukumati, Anqara hukumati bilan yaqin munosabat o'rnatdi. Kelishimlar bo'ldi, uning bilan qurol berish, hatto qatorliq nurg'un ishlar bo'ldi. Bu Turkiyaning bu Cumhuriyet tarixida bor bu masalalar. Buni o'zinglar yana ko'rib olasizlar. Mana mushundaq sharoitda Rusiyadami, Sovet Rossiyasidami zaten bizning yenimizdagi Sharqiy Turkistonda nima qilamiz degan masala kelib chiqdi.
Şu vaqtida Sovet Rusiyasi Sharqiy Turkistonda bu yerda bir kommunistik, sotsialistik ramka ostidagi xuddi bizning o'sha ishg'ol qilgan O'rta Osiyodagi boshqa rayonlarga o'xshash bir sovet bir davlat hokimiyatini qurish kerak deydigan ideyani o'rtaga chiqadi ba'zilar. Shuning vakili masalan Rodzotak degan bir Latviyalik millat, Latviya, Rus emas. Bu eng yaxshisi biz mushu Sharqiy Turkistondagi xalqlarni qo'llab, bu joyda Qashqariya Cumhuriyati va Jung'ariya Cumhuriyati deydigan ikki jumhuriyatni qurib chiqaylik, mustaqil jumhuriyatni. Bu yerdan Xitoy hukmronligidan bu joy qutulsin bular degan loyini tuzib chiqdi. Shuning bilan bu O'rta Osiyo, Farg'ona vodiysi, Toshkentda yashaydigan nurg'un Qashqarlik Uyg'urlar bor. U vaqtlarda Sharqiy Turkistondan har yili nayt zo'r sondagi odamlar shu O'rta Osiyo degan Charusiya hukmronligidagi mushu ziminlarga shu joylarga berib, medikachilik qiladi, zavod, fabrikalarda ishlaydi. Shunga bu Qashqa bu taraflardan nega mangding desa Anjonga mangdiq deydi u vaqtida. Bo'lmagan odam yo'qning o'rnida qolgan shu vaqtning o'zida. Mana ularning nurg'unlari shu joylarda o'ltiraqlashib qolgan. Ani shu Uyg'urlardan, shu joydagi odamlardan tashkilotlarni qurishga boshladi. Mana shu 1921-yilda mana ili Uyg'urlari Taranchi deydi bu Yetisudagi. Bular Qashqariyadan chiqqan bu Farg'ona vodiysi, hozirgi O'zbekiston, Qirg'iziston mushu joylar. Bu yerdagi Uyg'urlarni birlashtirgan asosda 1921-yilga kelgan chog'da masalan Inqilobiy Uyg'ur ittifoqi deydigan 6 shahar Jo'ng'ar mehnatkashlarining ittifoqi deydigan tashkilotlarni qurdi. Bu tashkilotlarning maqsadi Sharqiy Turkistonda harakat qilib, u yerdagi Xitoy mustamlikachilarini yo'qotib, bu joyda mustaqil bir cumhuriyet qurish, ya'ni Sovet tipidagi bir cumhuriyet qurish deydigan. Shundan bir qism Uyg'urlarni, Qashqarlik Uyg'urlar shu yerda. Ulardan dastlabki kommunistlarni yetishtirdi. Bu odamlarni tarbiyalab, bu joyga kirgizib, inqilob qo'zg'ash, yerlik tashkilotlarni qurish, maxfiy harakatlarni boshladi. Maqsad ma'no qurish. Lekin 1921-yil 6-oyga kelgan chaqda Sovet Rusiyasi bu masalani muzokara qilib, qanday qilamiz? Zaten mushu joyda Qashqar Jo'ng'ar Cumhuriyatini qurish kerakmi? Bu joyda yordam qilish kerakmi yoki qanday qilish kerak deganda bularda muhokama yig'ini o'tkazilgan. Shu muhokama ichki jihatdagi yig'inda oxiri ikki guruhga bo'linib ketgan. Bir guruhga bu joyda hech qanday mustaqillik inqilobini qo'llashga, yordam berishga, bu yerda hech qanday nomdagi jumhuriyat qurishga bo'lmaydi. Aksincha bu yerdagi Uyg'urlarning harakatini cheklash kerak. Bu Uyg'urlarni aksincha shu vaqtdagi yangilanishida Xitoy shu mustamlikachilarning qo'lida kontrol qo'yib turib, biz u Xitoyni o'zimiz uchun ishlaydigan, u joyda savdo qilib biz pul topadigan, u joyni o'zimizning namdushining qo'lida amaliyotda bizning kontrolligimizdagi rayonga aylantiramiz deydigan ikki xil ideyadagi odamlar to'qnashib qolgan. Oxiri u Xitoyni qo'llash, bu joyda ikki jumhuriyat qurmaslik, bu joyda xalqning milliy mustaqillik, ozodlik harakatini qo'llamaslik deydigan u ideya mag'lub bo'lgan. Shu bo'yicha bu Qashqar Jo'ng'ariya Cumhuriyat ideyalarini vayron qilyapti, bular qoldi. Ammo shuning uchun bo'lganlikda nurg'un Uyg'urlar bu O'rta Osiyodagi o'zgarishlarni, u yerdagi yangi bu bo'layotgan ishlar, zavod, fabrikalar qurilgan, bu yangi jadid harakatlari, ma'rif harakatlari hamma joydan kelgan bular. U vaqtda Sharqiy Turkiston keldigan bu ta'sirlar birisi Turkiya tarafdan, bu yoqdan keldi, janubda bu Afg'oniston bu yoqdan keldi, yana birisi eng oson keldigan joy O'rta Osiyo o'chog'ida hammadan berib keldigan joy. Mana bu o'zgarishlardan nurg'un Uyg'urlarning ong sapasi o'sib, zaten bu yerda bu ozg'ini bu Xitoy bir naydi qo'pib, bir dana Xitoyga bizni hokim bo'lib o'tdasa, biz necha yuz ming odam shuni og'ziga qarabindiq deydigan, ya'ni odamlar shakllanishga boshlagan ideya. Ammo yangilanishing mana mushu vaziyatni ko'rgandan keyin u qo'qib ketib, darhol Sovet Rusiyasining oldiga odam yuvatib, sizlar bilan biz savdo kelishimi tuzaylik. Sizlar qancha savdo qilib foyda olsanglar, elinglar, nim qilsanglar, sizlar qilinglar, bo'ldi biz sizning og'zinglarga qaradik degan va'dani bergandan keyin 1920-yilda anondan keyin Toshkentda ikki taraf savdo kelishimi tuzdi. 1924-yilda Beijing hukumati bilan Moskva ikki kelishim tuzdi. Shu kelishimlar bilan shu vaqtdagi Sovet hukumati Uyg'urlarning harakatlarini qo'llamaslik
qararı keldi. Ammo 19-yillardan taki 23-27 yillargacha bo'lganlikda Sharqiy Turkistonda Qashqa, Oqsu, Uchturpan, Yakan hamma joylarda nurg'un maxfiy tashkilotlar qurilib bo'lgan. Jiq odamlarda xuddi vaqtida hech qanday bir harakat bo'lmagandek tuyuldi. Amaliyotda kallasi ichilgan nurg'un Uyg'urlarda, angliq Uyg'urlarda cho'qim biz bu Xitoy hokimiyatini yo'qotishimiz kerak degan ideya bilan maxfiy tashkilotlar qurilgan. Oxiri bu qurilgan tashkilotlar ne Sovet Rossiyasi oxirgi hisobda uni 27-yilda yana bir qaror chiqarib, qaror bo'yicha qat'iy bu yerga qurol kirgizmaslik, qurolliq odamlarni o'tkazmaslik, bulardagi xalqlarning harakatini qo'llamaslik, aksincha Xitoyni qo'llash deydigan 1927-yil 2-oyda yana bir siyosiy qarorni oldi, shuning bilan chekladi. Albatta Sovet Rossiyasi bir yoqdan o'zi odam kirgizdi, bir yoqdan qo'llagandek ko'rindi, yana bir yoqdan olganda o'zi Xitoy bilan bitishib, shu vaqtdagi Xitoy bilan Beijing bilan Uyg'urlarni kontrol qildi. Endi bu kitobda mana mushu masalalarni tafsili Ruslarning shu vaqtdagi arxivlari bo'yicha ko'rilgan. Endi nimishga Sovet Rossiyasi shu vaqtda Sharqiy Turkistonga shunda ko'ngil bo'lib, qo'l tiqib bu joyda ikki jumhuriyat qurg'izish harakatidan boshda o'ylab keyin yenib oldi degan masala kelgan chog'da ularning har turli jasuslarini evatgan. Bu jasuslarning ba'zilari Sodiga, ba'zilari yana boshqa ishlar bilan shug'ullandi. Shuning ichida turli kuchurlar va ba'zilari boshqa millat, hatto shuning ichida. Masalan, shundaq kuchurlardan ikkisi bor maxfiy arxivlarda. 1919-yili Qashqarga kelgan Sovet bolsheviklarning bir Sodiya vakillar umigi deb atalgan vakillar umiginingki istixborot odami Qashqardagi vaziyatni kuzatgandan keyin qaytib berib yo'llagan shu siyosiy byurosiga yo'llagan dokladida bu joydagi xalq deydi, tayyorkan deydi. Bu joydagi xalqni qo'zg'ash shundoq osonkan, bular bir Xitoylarga bo'lgan bularning nafrati intayin yuqori ekan deydi. Bularni qo'zg'asak, tez arada bular o'zining hokimiyatini qura oladi deydi, qutula oladi. Lekin deydi, bular qurgandan keyin, biz yordam qilgandan keyin bu bizning qo'limizdan chiqib ketadi ekan kontrollikda. Buningga inglizlar qo'l tiqib qoladi ekan. Üçüncü biri deydi, bu yerda pan-turkizm, pan-islamizm ideyasi bak kuchli ekan deydi. Unda bo'lganda bular shu vaqtdagi Turkiya va boshqa turk dunyosi bilan birlashib oladi. Birlashib olsa bizning orqa sepimizni bular bizga qalayimqanchilik paydo qiladi. Shuning uchun eng yaxshisi bu joyda harakat qilmaslik kerak. Qo'llamaslik kerak bu xalqning ozodligini deydi. Anadan keyin 1922-yilda yana bir qatim masalan shu jasuslarning istixborot hujjatlari bor. Men ko'rib chiqdim bu hujjatlarni o'zida. Deganda bir Mo'ng'ul jasusning, Buryat jasusning evatgan, uning yo'llagan maxfiy dokladida deydiki, bu joyda inqilob qilish, shu vaqtdagi inqilob degan tushunchasi bo'yicha, buni qo'llash tamoman xato deydi. Agar biz bu yerda inqilob qilsak, bu joyni kontrol qilgani bo'lmaydi. Bu joydagi xalq inqilob qilib hokimiyatni qurgandan keyin hargiz Sovet Rossiyasining yo'lida mangmaydi deydi ular. Mangmay, oxiri bu inglizlar, ularning birinchi qo'rqadigan inglizlar-chi, kallisidaligi. Yoki Yapon ikki omil bor, qo'rqinish. Shu joyga oqimizga qo'l tiqadigan ikki kuch bor deb qaraydi dushmani. Bularning tarafga o'tib ketadi. Uning o'rniga biz Xitoy Jumhuriyati deydi Beijingdagi. Xitoy Jumhuriyati bilan ittifoq tuzib, uning bilan kelishim tuzib, do'stlik munosabatimizni o'rnatib, bu joyni ashuning qo'liga topshirib berib, amaliyotda biz iqtisodiy jihatdan o'zimiz foydaldigan rayonga aylantirishimiz kerak degan tashabbusni Nasov deganda bu tashabbusni o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan Sovet Rossiyasi bilan amaliyotda Beijing hukumati deyildi u vaqtning o'zida. Bu shimoldagi shu hukumat bilan orasida bo'layotgan suhbatlar bir mezgil to'xtab qolgan. Bu suhbatlar qayta asliga kelib 24-yilda Sovet Rossiyasi bilan bu Beijing hukumati orasida to'xtam tuzildi. U vaqtning o'zida Sovet Rossiyasining qo'rqqan yana bir masala, Sovet Rossiyasi hokimiyatni egallagandan keyin uni butun dunyoda hech qanday bir davlat qo'llamadi, hech qanday bir davlatning qo'llashiga erishamadi. Mayli Angliya, mayli Yevropadagi har qanday davlat dunyoda yetim qoldirildi u. Bir yetim kuch. Masalan, bugungi Rossiya va Ukraina urushidan keyin dunyoda yetim qoldi qo'yliqi. Ham kuchli cheklaydigan. Shuning uchun shu vaqtda bu Sovet Rossiyasi yetim qolgan.
Onunki dünyada inqilab qo'zg'ab, butun joylarda o'zimizning ta'sirimizni singdiramiz deydigan bu harakatlar hamma yerda mag'lub bo'lishga uchragan. Bu vaqtda ana bir qism bunun odamlari hargizmi shu mustaqillik hareketlerini qo'llamaslik amaliyoti shu vaqtdagi hokimiyatlar bilan birlashish, ko'proq davlatlar Yevropa bular bilan aloqa o'rnatib, munosabat qurib, o'zimizni e'tirof qilishimiz kerak degan tashabbusni o'ttirg'i chiqargan. Shu sababdan Sovet hukumati, Sovet Rossiyasi Sharqiy Turkistonda taki 27-yil, 30-yilgacha deylik, 27-yilgacha bo'lgan Uyg'urlardagi umumyuzlik bir qitimliq qo'zg'alib, o'zininki hokimiyatini Manju imperiyasidan keyingi qurish bir fursatini ana shundaq o'zlarining siyosiy ehtiyojlari, o'zlarining andishalari tufaylidan yo'q qiladigan shundaq bir sharoitni paydo qilgan tarixni. Bunun hem de nurg'unlagan detallari bor, boshqa jarayonlari bor. Albatta uni hem de bir-birlab to'xtalamiz desak, vaqt e'tibori bilan kelmaydi. 1928-yilga kelgan chaqda 7-oyning 7-kunida bu Yanzangshing o'zi shu vaqtda Sharqiy Turkistonning bu mustamlikchi idora qilayotgan hukmroni u o'zi boshqa Xitoy guruhlari tomonidan o'zi ziyofat maydonida etib o'ldirilib, şunun bilan bunun hükümranlığı tügüdü ama onun onuğa yana bir Xitay Jinshurun degan o hakimiyet çıktı, o texim mustamlikçi elbette. Ahırda 31-yilga kelganda anan keyin heliq asli 1912-yillarda tang partlaşqa tegishlik bo'lgan inqilab 17 yil 20 yillar kechiktirilib, shu vaqtning o'zida ana shundaq turli sabab omillar tufaylidan oxiri 31-yilda partiladi. Demek ki tarixning yani yo'linishi shu bo'lgan, yo'linishni to'sanmadi, lekin kechiktirildi, ammo angish dunyoning nurg'un vaziyatlari o'zgarib ketgan, bizning atrofimizdagi qo'shni rayonlar vaziyati o'zgargan, shu vaqtda Xitoyning ichki vaziyati o'zgargan, mana Sovetlarning pozitsiyasi o'zgargan, Angliya bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar o'zgargan. Bunda sharoitda bizningki 31-yilda birinchi qatimliq hamda Sharqiy Turkiston milliy inqilobi partildi. Ameliyatda bu Sharqiy Turkistonda 18-yildan 12-yili deylik 14-yildan tortib Birinchi Dunyo urushi davrida taki 28-yilgacha bo'lganlikda qarshiliklar bo'lganmi desa, men bayatni yuqori degandek, masalan Qashqar tarafda qurilgan Uyg'ur ozodlik tashkiloti, Turan tashkiloti deydi, Tirilish tashkiloti deydi degandek, ashundaq maxfiy tashkilotlar qurilgan, angliq odamlar. Bularning ko'pinchisi nayti nima deymiz, sabiy bir xil tushunchalar bilan bular Sovet Rossiyasining heliqi tashabbuslariga, heliqi Sharq xalqlarining mustamlikadan qutulishiga yordam beramiz, xalqlarning ozodligiga yordam beramiz, qutulishiga yordam beramiz degan chaqiriqlarga ishinib, Sovet Rossiyasidan umid bog'lash. Shuningga qarab, bizga mush yordam berdi ekan degan, chunki yordam beraligidek hech qanday kuch yo'q uning yanida. Shuningga umid bog'lagan ana shu tashkilot odamlarini, masalan, No'rizaxon deydigan birisi va Ali No'rizaxonov deydigan, shunga o'xshash odamlarni hatto tashkilotlar maxfiy nimaga evatib, Anjan tarafga Sovet Rossiyasi hukumatlari bilan ko'rishgan, aksincha ularni Sovetlar o'zi tutib tashlagan. Masalan, sizlar Isa Efendimning Asr Doğu Türkistan uchun degan kitobini o'qisanglar, 1927-yil Anjanda bir guruh Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga kirmoqchi bo'lib, qurolliq Uyg'urlarning tayyorlanganda Sovet Rossiyasining bu odamlarning hammini tutib, oxiri boshda tashkillab, ularni keyin tutib, Sibirga surgun qilgan o'ltaganlik bir voqeasini İsa Efendi o'zining Asr Doğu Türkiston uchun degan kitobida tasvirlab o'tadi. Buning nurg'un faktlari bor. Ammo 18-yilda masalan 1918-yilda birinchi qatimliq eng cho'ng ko'lamli qo'zg'alan Kuchada yuz bergan. Mamtali Xan ismli Kuchada boronqi ashu Kucha xoni, ya'ni Kucha Rashidun xo'ja jamiyatiga tava bo'lgan bir Uyg'urning boshlamchiligida Kuchada tashkilot qurilib 1918-yili 5-oylarda bular rasmiy bayroqlarni yasab, oldi bilan Kuchada qo'zg'alib, undan butun Sharqiy Turkistonga kengaymoqchi bo'lgan. Aksincha xoinlar bu tashkilotni pash qilib qo'yib, shuning bilan angacha bu Yanzangshingning askarlari va qo'shinlari
ularni bostırıp Mamtali xonni tutup o'ltirgan bir vaqa var. Bu birinchi qatimliq mush 20-yillarda Sharqiy Turkistonda yuz bergan Mamtali xonning boshlig'i cho'ng qo'zg'alan u davlatni Sharqiy Turkiston davlati degan nomda qurmoqchi bo'lganligi oid faktlar bor. Uningdan boshqa albatta 19-yillarda Xotan tarafdan ko'tarilgan bir kichik ko'lamda qo'zg'alanlar bor. Shuni hisobga olmaganda 31-yilgacha Sharqiy Turkistonda nayti cho'ng ko'lamda bir qatim qo'zg'alan yuz bermadi. Ammo tashkilotlar ana shunday shakllarda yangining Sovet Rossiyasiga manfaat berishi, bunday qilgan chaqda o'zini ularning qo'liga topshirib turib, ularning qo'li orqali bu joyni o'zini tava qilib turib, ularga foyda berib kontrol qilib turgan. Aşındaq vəziyyət bilan bu 28-yilda Yanzıngışın demək içki taşqi mana siyasi elin eyrangları və başqalar bilan 17 yil Sharqiy Turkistonda bir idora qilishni yo'l qo'ydi. Shu vaqtning o'zida uning aran 27 ming askarim bor, 30 ming askarim bor deb yolg'ondan so'zlaydi ekan hammayada. Amaliyotda 4 ming askari bo'lgan ekan. Bu 4 ming askarning hammasi apyunkash miltiqlarının nimeleri ama İngilizlerin razvedçileri, casusları yazıdı oğlak istihbarat xadimleri. Miltiqları datlaşıp ketken, nime de deydi o? Askerleri pişti bekip ottağan dep tasvirleydi de aşında. Aşında maymak saymak askerli bilen 4 yıl, 17 yıl aynı dakika. Demek umum hesaplaganda halkımız umumizlik aldan nadan kaldırış deydi onun siyaseti. Bu halkını kanca nadan kaldırıp etsen, dötleştirsen, mariften, ilimden, ondan jıraqlaştırsan bulanı, kontrol kılsan, sen bu cayını yaxşı idare kılalaysan dedi. Mana şundaq idare bilen nopusu şu vaqtning özüde bütün Sharqiy Turkiston bo'yicha 100 mingga yetmeydi. Janub tarafta texmi az ular, yo'qning o'rnida. Bütün 30 yillarda janubdagi 5 viloyat, Qashqar, Xotan, Yakan, mush joydagi va Xanzoning soni, Xitoyning soni 3 mingga yetmaydi ekanda, 3 ming dona. Ammo necha million Uyg'ur var? 2 million, 3 millionga yaqin. Nailada bir dona Xitoy hokim bo'ldi, Şenjan. Aşınınğa hamda bizning belgilerimiz, şan yollarımız, obularımız, aynı suratlar var. Men kerak bo'lsa evatib beraman. Halqi bir Xitoy kerilib o'ttagan 20-30 balkim ko'rgansizlar ba'zilaring shu davrdan tatib olgan. Endi mushunda shumshishib o'ttagan Uyg'urlarda belgilar. Mana bu tragediya Uyg'urlarning tarixi. Mana bu kitapta 4-tomda mana mushu vaqalar, mushu 14 yil hammasi tafsili ilmiy fakit hujjatlar bilan tafsili ko'rsatib berilgan. Men o'zim to'qigan emas. Men akunimi dedim. Bir yazgıcı belki 3 ay içinde bir romanını bitirib o'tish mumkin. 5-600 betlik. Shunami? Men 300 betni yozish uchun, bir betni yozish uchun belki 3 ay sarf qilaman. Bir betni yozish uchun. Sebep nima deseniz, hamma narsaga fakt hujjatni tepish kerak. Bir odamning gapini emas, nechilagan tarafning hujjatini. Yanzıngışının tövbe istighbar hujurisidagi xatchaklar deydigan maxfiy bir kitobi bor. Bütün hayatında aşı gündelik ahvallarını yazıp siyasi yelineyen taktiklerinin hemmisini hatırlayan. Şunun nurgun taktikleri var. Bu Uygurlarning, bu xalqning Xitoy tilini bilib qilishdan chekla degan gaplar var. Jiq narsalar bor. Endi buni desak o tugamaydi. Mana bu kitobning mana bu tomi mana mushu tariximizga bag'ishlangan. Endi 6-tomning bu 3-kitobi men bayatın degandek 2-qatimliq Sharqiy Turkiston inqilobi. Yani bu Xo'ja Niyaz Hacim Qumul tağlarida başlagandan keyinki inqilab, bu inqilab jarayonidagi bizningki shu vaqtdagi umumiy kurashlar, anodan keyin albatta bu 44-yillik Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti keyinki davr bo'lg'achqa biz hamda uni buguncha so'zlamaymiz. Umum bir hamda xulosa shu biz 20-30 yillarmish kitobni tanishtirganligimiz uchun shu davr bo'yicha o'timiz deb o'ylayman. Vaqt itibarı bilen 1931 yılda men yuqori degandek ahırda Qumul tağlarida Xo'ja Niyaz Hacim, Xo'ja Niyaz Hacim birinchi boshlig'uchi emas, birinchi boshlig'uchi Salih Dorg'a degan kishi.
Şunun başlamçılığında elki meşhur toy vakası var, kız vakası. Şuna bu elki. Şu vaxtdaki şu vakanı asas turup, Qumulda qozg'ulib, ahiri Qumulda hakimiyatni qo'lga oldi. Bu Jeng Sho'ron qo'shinlarini tarmar qildi. Oxirgi hisobda bular bu kengayib, axir bu inqilob demak xalq tayyor bo'lgan u vaqtning o'zicha hamma ya. Shuning bilan Xotan inqilobi boshlandi 32-yilda. Kucha hamma yali ozod qilinib 33-yilga 7-oyi kelganda 6-oyda butun Sharqiy Turkiston asosiy jihatdan ozod qilinib bo'ldi. Bu yerda bu Tungallar bor, Tungallarni qo'zg'aldi, tang u vaqtda Majunyin keldi. Dastlabki vaqtda Tungallar bilan ko'tarilgan ideya shuar bir islom inqilobi hammasini musulmon degan ong bilan keyin lekin bulardagi manfaat, fikr va boshqa narsa o'xshamaganligi uchun oxiri bu orasida ixtilof chiqdi. Bu yerdagi ixtiloflarni chiqarishda, parchalashda, buning da asosiy Tungalli Uyg'urni parchalab o'tishda eng muhim rol o'ynagan ya'ni shu Shingsisay, ya'ni Xitoylar o'zi o'ynadi. To'qinish chiqarib ikkisining orasida. Amaliyotda uning oldida to'qinish yo'q edi. Birlikte harakat qiladi hamda keyin andan Tungan bilan Uyg'ur rasmiy bir-biriga dushmanga aylantirib etdi, qirg'in qildigan. Keyin 33-yil 6-oydan keyingi urush Sharqiy Turkistondagi asosli Tungan bilan Uyg'urning urushiga aylanib ketib qoldi. Asli Xitoyga qarshi urush, buning jarayoni ayrim. Demakki 33 kelgan chaqda mana butun inqiloblarning natijasida faqat Sharqiy Turkistonda Shingsisay Xitoyning hukmronligi faqat Urumchiga solinib qoldi. Urumchi atrofidagi necha noya shu Xitoyning qo'lida bo'lgandan boshqa qolgan butun joy shimolda Altay Qozoqning qo'lida, janubdagi joylar sharq hammasi Uyg'ur, ham bir qism Tungan bularning qo'llariga o'tib Shingsisay Xitoy hokimiyati to'liq gumron bo'ladi. Shundaq vaziyat shakllangan chaqda Shingsisayning ana shu oldi bilan Majunyin bilan Xo'janiyaz hojini parchalash, Tungan bilan Uyg'ur orasida ixtilof chiqarish, bularni to'qinishtirish siyosati bu yilning ayrini bilan oxir bular orasida ixtilof chiqdi. Ondan buning Sovet Rossiyasi qo'l tiqdi. Eng oxirida 1933-yil 11-oyning 12-kunda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati ana shundaq murakkab sharoit ostida qurildi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi emas, e'lon qilindi. Men kitabımda 6-tom 2 kitapta naite tafsili tasvirladim. Köpünce adamlar 33-yil 11-oyning 12-kunni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan kuni deydi. Şahsen ben onun qo'shilmayman. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati e'lon qilingan kuni. Resmi dunyoga Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi deb 41 pay topni etib bayroqni chiqarib bir shaharda e'lon qilgan murosim kuni shu kun. Ammo Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, Islom Jumhuriyati hukumati uning oldida tar doirada kabinet tarafidan amaliyotda Xo'janiyaz hoji qurg'uchi bo'ladi. Bu Kucha atrofiga kelganda 33-yilninki 8-oy atroflarida qurilib bo'lgan. Shuning uchun sizlar shu Qashqarda chiqqan shu vaqtdagi gazetlarni o'qisanglar, Qutlug' Shavqining gazeti 8-oy, 10-oylardagi gazetlarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatimiz rais Jumhur, Xo'janiyaz hoji degan gaplar shu vaqtda chiqib bo'lgan. U qurilib bo'lgan. Xo'janiyaz hoji shu vaqtning o'zida o'zining yonida bir qancha odamlarni nozir, ministr masalan Qasimjon hoji Xotanlik uni tashqi ishlar ministri deb o'zi burildi bekitib bo'lgan uni. Hatta 10-oylarga kelgan chog'da bu Xo'janiyaz hoji o'zi Angliyaning bu Qashqardagi konsulxonasiga ilgirkin 2 poch xat yozgan. Bizga yordam beringlar, qurol beringlar debchi, rasmiy. Lekin Angliya hukumat hech qanday yordam bermagan. Eng oxirida hech qanday yordam kelmaganda oxiri tanlagan yo'li Sovet Rossiyasi bo'lgan. Arkashdan Qushturpan orqali 80 ming qo'y, yaxshi bilasizlarmi? Qo'yga qurol ekilib, mana biz beramiz deb chiqqanda o'rislar. Yuzsizlik, aldamchilik amaliyoti belgisi yo'q uning. Lekin vaziyatni kontrol qilish uchun bo'layotgan ishlar. Shuning bilan qanday bo'lmasin Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi, top atdi, 41 hammanglar yaxshi bilasizlar u voqealarni, bayroq chiqadi. Shuning bilan bu Jumhuriyat hukumati rasmiy ta'sis qilindi. Shu vaqtimizda mayli bu 3 oy bo'lamdi, 6 oy mavjud bo'lamdi, tarixda bir Jumhuriyat qurildi, dunyoga keldi. Agar shuni qilmagan bo'lsa, u mu bo'lmay qoladi. Oxiri Xo'janiyaz hojimning qo'shinlar ular 34-yil 1-oyda, 1-oyning 13-kuni Qashqarga keldi. Jumhuriyat ya'ni e'lon qilinib bo'lib,
2 aylardan keyin. Afsuski, bu Yenişehir'e solunub algan bu Tungan güçlerini Macaristan ötkendimi sözlegen edim. Bularni yo'qotmaslik o Yeniçar uruşununki Yenişehir uruşunun qorşawının uzun sozulup ketişi, andan keyin bu Ürümchiga hujum qilgan Majuniyon qo'shinlarining Sovet tarafidan kirgizgan qo'shinlar tarafidan tarmar qilinib, janubga kelib, bularning birlashilishi bilan 33-yil 2-oyning 5-kuni Sabit Damollamlar, Xo'janiyaz Azimlar Qashqarni tashlab berib, Yenisag'a chiqib, keyin yakan ketib, shuning bilan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati 2-oyning 5-kuni tugimida Qashqardan chiqishga majbur bo'ldi. Yenisheherdagi Tungallar u yerga bostirib kelib egalladi, Allah kel. Afsuski, yana bir fojialik tarix qaraydigan bo'lsangiz, amaliyotda Ürümchidan qo'g'lab kelyotdi degani 1200 dan 1300 gacha, ba'zi bandalarda 800, shuningga yetmaydigan Tungan qo'shini. Masalan, Aqsuninki nimediki jangda o'sha Aqsuga yaqin joyda bir joy var, ismini esimden chiqib qapti. Shu yerdagi cho'ng jangda Xo'janiyaz Azim Bayaziz degan Aqsudan tashkillangan qo'shinning odam soni 3000 dan 5000 gacha. Amaliyotda Ürümchidan kelayotgan, so'qishgan Tungan degan. U hammasi Tungan qo'shinlar deganning hammasi Tungan emas. Uning ichida xeli ko'pi Uyg'urcha, Turpan yo'qimlidan olgan askarlar, komandirlar Tungan. Shu jangda ular mag'lub bo'ldi. Keyin Qashqarga kelganlarmi shunchalik. Amaliyotda Yenishehirga kirib olgan Tunganlarmi Maşavunun Tungalları, Macaristan özü başlap gelgen 500 tane Tungan, hemmisi olup 500 yetmeydiğen Tungan asker, anadinkin şu yerdeki burunku Jinşorunun yaken uya biyadiki Jinşorunun Xitay askerleri var ular. Hemmisi mağlup bulup, otelliklerden mağlup buldu, otel inkılapçılardan. Hemmisi keçip Yenişehir'e toplandı. Bu Tungallar Yenişehir'e toplangandan keyin Macaristan aşı Xitay askerleri bilan özünün sanını 1600-1700 adamga ko'paytib oladi. Lekin bu Tungallarning qiziq yeri, jiq manbalarini selishtirib baksam, bu Xitay askerlarining hammasini birinchi ulab ularni musulmon qildi ekanda oldi ular. Ular Tungallar ularni musulmon qildik. Ular biz musulmon deb turib oladi-da, chang alaqmanda. Lekin Uyg'ur musulmonlar ular so'qishida amma ular. Şu vaqtning o'zida bu Tömür eli Kuchada, Qashqarda uzun mezgil Tungallarga ahamiyat bermaganligi, ko'p takliflarni berib, biz tezroq bularni bir taraf qilaylik deganda anglamaslik va nurg'un sabab bor. Bu yerdagi bu ixtilofni cho'ngaytmaslik bo'lsa kerak. Oxirdan keyin Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin bu Tungan kuchlarini u yerdagi bir taraf qilinmay, oxirda andan 2-oyning 5-kunida bular birlashib hujum qildi. Oxirandan 4-oyda Yakanga keldi, Yakanda Xo'janiyaz Azim andan onun oldida Erkeştamga chaqirdi. Bu mag'lubiyatdan keyin Erkeştamda Sovet Rossiyasi taraf bilan Xo'janiyaz Azim orasida to'xtam tuzildi. Zaten bu şu to'xtam 3-oyda rast tuzilganmi, yolg'on tuzilganmi? Xo'janiyaz Azim Erkeştamga bordimi? Zaten Erkeştamdan o'tib Sovet territoriyasi ichiga kirdimi shu vaqtdagi degan masala haqida men jiq aniqlab baxtim, surishtirib baxtim. Ba'zi Rus manbalarida Sovet chegarasidan o'tib, Sovet territoriyasi tarafda Sovet tarafining vakillari Simxona degandan o'tib oyoqqa so'zlashganligi. Chunki orqadan Tungallar qo'g'lab kelayotganda Majuniyon va chegaragacha o'tib so'zlashgan deyildi. Yana ba'zi Mavo Abduqodir Azimninki va boshqaning aslimlarida faqat Simxonada so'zlashdi deyildi. Uning oldida Sabit Damollamlar Qashqa Toshkentga yetgan vakillarni qaytib kelgan. Shu vaqtning o'zida bu Xo'janiyaz Azim bilan Sovet hukumati o'rtasida kelishim, asli kelishim manbasi bo'yicha olganda aniqlashimizcha Sovet taraf sen bo'ldi to'xtat, hamda agar sen davomli urushiman desang, biz zo'r qo'shin bilan Majuniyingni Ürümchi atrofida tarmar qildik. Butunlay yo'q qildik aeroplanlar bilan. Zaten Majuniyingning 15 mingdan 20 ming kishilik qo'shin bilan Ürümchini qo'rshovga elib, 33-yilning 12-oydan tortib 34-oygacha o Majuniyingning Ürümchini qorshab olgan qo'shinlarning Tungan emas. Turpan, Qarashar, Qumul mushabini algan 70% atrofida Uyg'urlar bular. Bu lekin Tungan davrib, uning komandirlari Tungan bo'lgandan keyin Tungan bo'lib qolgan amaliyot Ürümchiga hujum qilganlarning jangchilarning mutlaq ko'pi Uyg'urlar bular. Shu.
Ameliyatda u yerda Şingsisay yo'qolish oldida Sovet hukumati 34-yil 1-oyda qaror bo'yicha siyosiy buyruq Almata 13-polka deydi va bir qancha polklarni aeroplanlar bilan kirgizib, shuning bilan bu Urumchi qo'rshovida asosli aeroplan hujumlariga tayindigo Sovetlar tanki bilan. Shuning bilan Majunyin qo'shinlarini Urumchi atrofida mag'lub qilib, ularni janubga qo'g'ildi. Kirgizgan qo'shinni bir diviziyadan ortiq Sovet armiyasining har xil qurolli bilan, zambirak yo'li bilan. Shuning bilan bular Qashqarga keldi, Qashqarga kelib, shuning bilan ondan bular Qashqarni egalladi, Xo'ja Niyoz hojim ayaga bordi. Yakanga ammo shu jarayondagi arkashtamda ikki tarafning bo'lgan suhbatida agar desan davomli holda qarshilik ko'rsatsang, so'qsang biz qo'shin kirgizamiz. Qo'shin bilan sening bilan so'qishimiz, o chaqda sen mag'lub bo'lsa, eng yaxshi taklif sen Urumchi hukumati bilan tikilgan, shuning bilan ittifoq tuz, kelishim tuz, shuning bilan birlikda ishla, tinch vaziyatni aylantirsa, ikki yo'l bor degandan keyin Xo'ja Niyoz hojimning tanlagan yo'li u Majunyinga qarshi, Tunganga intayin qarshi uningdagi asos. Shuning bilan bo'ldi, men Shingsisay bilan kelishim tuzaydi. Uning oldida chunki 33-yil 6-oyda Fukangda Jimisar atrofida oldi bilan bu Shingsisay bilan bir qatim kelishim tuzib bo'lgan Xo'ja Niyoz hojim. Shu kelishimga rioya qil deydi. Shu vaqtda sen qurol beramiz, nurg'un o'q-dorilarni beramiz, shu vaqtda sen kuchlansan deydi. Shuning bilan ondan necha modlik, 10 modlik deyildi, har turli fikrlar bor albatta. Biz o kelishimning naq Sovetlarning qo'lidagi maxfiy arxivni tek ko'midik, unda bir dokument ko'midik. Ammo bu keyin e'lon qilingan ba'zi bir materiallar qarab da'vatimiz buni bu hali ishonchlik darajasi yuqori. Shu bo'yicha bu Xo'ja Niyoz hojimni aslidagi talab bo'yicha Urumchiga berib, shu vaqtdagi Şinjan o'lkalik shu vaqtdagi hukumatning Mushu rayoni hukumatiningki raisi bo'lishga qo'shildigan ekan. Sen rais bo'lasan, Shingsisay harbiy qo'mondan bo'ladi. Bütün ma'muriy boshqarish ishlar hammasining qo'lingda bo'ldi. Anadan Fukang kelishim bo'yicha Urumchining janubi Qumuldan tortib, bu janubgacha bo'lgan bütün viloyatlarni Uyg'urlar o'zanglarni ayrim boshqarishlar degan. Shuning bilan bu yerda Xo'ja Niyoz hojim oxirandan bo'ladi degan, buningga ma'qul bo'lgan maqsad o'lka raisi bo'lib, butun o'lkaning ma'muriy huquqini tutmoqchi bu. İşkenler bir-birinlarga Xitoyda aralashmaydi bu yerga degan. Lekin o'rislar u va'dini berib, ishni o'ngshab bo'lgandan keyin, ondan eng oxirida o'zining qo'shinlarini kirgizdi, hammani yo'qotib bo'lgandan ish bitgandan keyin oxirida Xo'ja Niyoz hojimni yo'q, sen ma'lum rais bo'lasan deganda. Şuna Xo'ja Niyoz hojimning boraman, bormayman deb jiq o'ylashib turib ketib, eng oxirida basam badim deb tallaydi 34-yil 8-oyda bordi. Nurg'un odamlar borma deydi u yerda. Shuning bilan ondan Mahmud Mo'yitining qo'shinlarini qo'yib o'zi oxiri bordi, berib Xitoyning qo'liga tushdi tek nag'andida, o'zi chikitaman deb chikitanmaydigan. Buningdagi asosiy hal qilg'uch omil bu yerdagi Rus Sovet hukumatining o'yini. Sovet hukumatining o'ynagan o'yini, o keltirgan balay ofatlari hammadan og'izda deydi albatta. Bu bunda bor. Men mana bu kitoblarning hammasida son-sanoqsiz hujjatlar bor. Sovet Rossiya siyosiy byurosining taki 1921-yili 6-oyning 3-kundagi maxfiy Qashqariya Jung'ariya Jumhuriyatini qurdirmaslik degan Leninning qaroridan tortib, taki shu 49-yil Ahmadjon Qosimovning yo'q qilinishiga bo'lgan orliqdagi 30 yil jarayonidagi Sovet ittifoqi Kompartiya siyosiy byuro qaror oldi, maxfiy ular. Shu qaror hisob. Shularningki 200 parçaga yaqin maxfiy hujjatlar mana bu kitoblarga kirgizilgan. Bu gaplarni hozir davatgan gaplarni shu arxivlarga tayinib, Allohning maydonini davataman deb, albatta o'zimizning maydonimiz bor. Demek ki 33-yili masalan 8-oyning 3-kunda Sovet Rossiyasi Bolsheviklar partiyasi markaziy komiteti Stalinning boshlamchiligida maxfiy qaror qabul qildi. Maxfiy qarorda bu Sharqiy Turkistonda Şinjanda bo'layotgan vaziyatga qarab turib, bu joyning mustaqil bo'lishiga qat'iy yo'l qo'ymaslik deydigan birinchi moddani qarorni olgan. Anadan keyin bu joydagi yerlik xalqlarning deydi, musulmon Uyg'urlarni demoqchi. Bularni
Kim bilen? Tungallar bilen, Ürümçi hükümeti bilen deydi. İttifaklaştırış gerek deydi maddelarda. Andın Macuny'in Tungan güçlerini bu caydan qat'iy qo'llab chiqarish kerak deydi. Çünkü o Yapıllar bilen birleşip algan deydi ularninkide. Mana şu karar bo'yicha Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini mevcut qilmaslik, bunun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti İslam Cumhuriyetidek meyli ba'zilar deydi va Uyg'uriston degan bo'lsak, balkim o'rislar yordam beretdimikin deydi G'allachi. Men deyim kulib ketime. O'ris uchun u vaqtdagi Uyg'uriston bo'lamsan, Qashqariston bo'lamsan, Xotaniston bo'lamsan, hech qanday mustaqil davlat bo'lmasligi kerak uning chiqargan qarori. Hech qanday o chiqargan qaror. Men magiyatni hissiyat qitayinib demayapman. Aşının bütün hüccetlerini kögendiği için devatım da. Fakat seni oyun toş, gerek olsa kollap, sekarat çıkarış, üzük yani gerek boğanda seni kurban kılıvetiş. Ulanın şu siyaseti başına yakışı olan boğan nerse, hiç kaçan, hiç kandak bir hücceti de bu cayda müstakil devlet kuruş, bu devletini kollaş, bu devletini titleş deydiğen bir kat'i bir karar boğan emez. Fakat paydın İslam. 43-44 yıllık Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne verilgen yardımlamı, anı şu siyasi oyundun başka nerse emez. Keyin onu toqtip koydu. Keyin 49 yılda Xitay Komünistlerinin koluğu özü tutup verdi. Bu en biz şu. 33'teki Cumhuriyetmiş şu. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, elbette Uyguristan Cumhuriyeti diyen namını paydalanıp pullarını koyup baktı. Uyguristan ideyisini oturup koyup baktı. 40 yıllardan Şingsese hükümranlık kılavatqanda bir kısım Uygur ziyaliyeleri, anlık kişiler, adamlar çıkıp turuptu. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti desek onu mu de, bom mu de, belki Sovetler bizge, eğer Uyguristan Sosyalistik Cumhuriyet kurumuz deyip oturga çıkıp baksak, hareket kılıp baksak, Sovetler belki qo'llab qilishi mumkin degan ideya bilan maxfiy tashkilotlar qurildi. Ammo Shingsesay Xitoy hukumati bularga buna atib, keyin Sovet hukumatiga 40-yil masalan Shingsesayning bu yollagan dokladida Qurban Saidi, Qurban Niyaz Şahidi diye adamlar var. Mahmud Muhiti'nin komanderleri. Bu keyin Mahmud Muhiti ile Hindistan ketkendan keyin bu adamlar Shingsesayning adamları olup Ürümçide vazife ötegen. Bularni mı 40 yılda hemmisini tutup soladı. 37 yılı ölmey qalganlarni, solanmaganlarni 40 yılga 41 yılda bir-birlep tazıldı. Ahir kaldığı. Bularning boynuga atqani, bular Uyguristan Sosyalistik Cumhuriyet kurmakçı olgan degan günahni atdı. Andın onu Stalinga yollaydı. Bu Uygurlar bu yerda Uyguristan Sovet Sosyalistik Cumhuriyet kurmakçı. Sizlar onu görüp hergiz ta'sirlanıp qalmanglar. Bularning maqsadi hergizmi bu joyda haqiqiy bir Sovet Sosyalistik Sovet ideyasidagi Cumhuriyet kuruş emas. Bularni sizlarga qarshi, Sovetlarga qarshi bular mush imperialistlar bilan birleşip ish qilmoqchi. Uning o'rniga men quray deydi Shingsesay. Meni qo'shib olinglar deb Stalinga, Sovet hukumatiga Şinjan Sovet Cumhuriyeti deb sizlarning Cumhuriyetinglar bo'lay deb taklif qilsa Stalin yo'q sen meni ertib deydi. Demakki bu joy mustaqil bo'lmasi kerak. Shingsesay ikki qatim Sovet hukumatidan meni qo'shib ol. Men senin tavayingdagi bir cumhuriyet olay deb xuddi O'zbekiston, Qozog'istonlardek desimi Sovet hukumati Stalin uni mu qabul qilmagan. Demek ki bu nuqtani olgan chaqda 49-50 kishi bo'lgan Sovet hukumatining maxfiy arxiv hamma hujjatlarimizni tekshirib qaraganimizda hech qachon undaq narsa bo'lgan emas, ammo bizning xalqimiz ziyolilar, angliq xalq, ozodlik tashna bo'lgan xalq yo'l izlash jarayonida, intilish jarayonida turli kuchlarga, turli siyosiy kuchlarga tayinib beqish o'yiga kelganda Sovet hukumatiga tayansak balkim yaxshi bo'lib qoladi deb uning chiroyli propagandalarga ishinib edik. Bo'lgan amaliyotda qurbon qilindi. Tarixning xulosasi chiqqan. Biz buni mana mush kitaplarda mana mushu narsalar tafsili bayon qilindi. Eng oxirida endi kitapning mush 6-tom 3-kitapda 3-qismida yana men 37-yildagi bu Abduniyaz Kamalning qo'zg'aloni haqida nay tafsili bayon qildim.
Abduniyaz Kamal mesela Mahmud Muhitiyla 37 yılı Qashqarda Uyghur 6 diviziyanın komandiri olup Qashqarni boshqardi. Hakikaten o vaqtlarda ma'rif, aqartish, madaniyat ishlarida naiti bir yükseliş bo'ldi. 37 3 yil ichida hamma yerda Uyg'urlar naiti sapa jihatini o'sib ketdi. Ular shu vaziyatdan foydalanib xalqning engini ko'tarib, xalqni aqartish kerak degan harakatni boshladi. Mamtali Tavfiqning 24 kentda maktab echish deganlarimi amaliyotda shu 34 yildan 37 yilgacha bo'lgan ishlar bu. Umumyuzlik bir gullanish shakllandi. Ammo shingsasay shu vaqtdagi bu vaziyatga qara, boshda hammaga ma'qul deb turdi, keyin Sovetda 37 yildan boshlab Stalin umumyuzlik holda Sovet o'zininki burunqi kommunist o'zining do'stlari va boshqa odamlarni o'ziga hokimiyatga qarshi turganligi uchun ularni tatib yiqitish, ya'ni qirish bir harakat elib bordi. Şunun bilan bu Şununla maslashib, shingsisay, shu fursatdan foydalanib 37 yilda Xo'janiyaz Hojimni qo'lga oldi, anadan boshqa Yunus Zodi degan u kishini qo'lga oldi. Shu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatidan keyin Sovetlarning o'ttirda turib vositachi bo'lib berishi bilan shingsisay bilan birlashgan ana shu odamlarning viloyatlarga, vali, noilarga, hokimlarni tunji qatim Uyg'urlardan huquqni berishi shu vaqtimizda. Bularning hammasini tutib 37 yildan toki 38-41 yilgacha amaliyotda shingsisay Sharqiy Turkistonda keng ko'lamlik bir qirg'inchilikni shu vaqtda deyilib qolgan. Ba'zi manbalarda 100 ming, ba'zilarda 500 ming, ba'zilarda 80 ming deyildi. O'ltagan, qirg'an, vayron qilgan odamlar. Baylarning boyliqlarini bulab, oltin kumushlarini bulagan, ziyolilarni o'ltagan, solagan, uning nurg'un hikoyalari bor, ayrim jarayon. Mana bu shundoq jarayon 37 yilda Abduniyaz Kamal boshchiligida Mahmud Muhitiyla Hindistonga ketgandan keyin Abduniyaz Kamal Uyg'ur qo'shinini boshlab qo'zg'olon ko'tarib 37-yili 9-oyga bo'g'icha araliqda butun o'sha Qashqa hatto Kuchog'icha bo'lgan joylarning hammasini ozod qilib bo'ldi. U vaqtida Mahusanning qo'shinlari, Tungan qo'shinlari Xotanni besib yotgan vaqti. Lekin Mahusanning Xotanga borgan askarlarining soni bir 4-5 mingga yetmaydi, mag'lub bo'lib. O 4-5 ming askarning yerimi degidek Uyg'urlar yana. Turpan Qumuldan olgan hammasi Tungan. O'nchilik Tungan nima ish qilib bizning vatanda askar bo'lgandek 9-10 ming uchoqda. Sap Uyg'urdan askar qilib hep mingi bergan shu vaqtning o'zida. Uyg'urni hammasi askar qilgan. Jingshorum askar qiladi, Yangzingshing askar qildi. Yangzingshingning 10-20-yillarda har bir noidalik Shanjang hokim Xitoyning bir 10 dona askari bo'ldi. 10 dona askarning 8i Uyg'ur. Ashning aksida shapashlab yurdigan. Tutib keldi qaldim, ashul tutib keldi odamni 8 Uyg'ur. Ashu. Bo'ldi, mana ularni so'zlab beray. Ashundaq. Endi demek ki şu vaqtning o'zida Abduniyaz Kamal şu oxirgi qo'shinlarni boshlab toki 9-oygacha mana butun Aqsu, Uchturpan, mushu joylardagi hamma shingsisay qo'shinlarini yo'qotib, butun Sharqiy Turkistonni ikkinchi qatimliq inqilob bu. Ozod qiladigan Mahusan bilan birlashdi. Mahusan o'chaqda shingsisay qarshi chiqdi. Mahusanning 4-5 ming askari degani ko'payib, Xotanda askar elib 9 mingdan 13 minggacha askar ko'paydi Mahusan. O Mahusanning 13 minggacha bo'lgan askari degan 9 ming 60-70% xotellik Uyg'ur askarlar ular Mahusanning. Xotelliklarning jiq hikoyasi bor. Kichik ballarni tutib kelib sakratib mashq qildirib o'lib ketgan ashundaqchi yiliq askardan qochqanligi o'ltagan nurg'un hikoyalar bor. Butun Xotanda askar olganda Uyg'urildi. Demek ki muşlar bilan birleşip Shingsisayning qo'shinlarini tarmar qilib qaytadan butun Sharqiy Turkistonda o'zining davlatini qurish imkoniyati tug'ilganda Sovet hukumati qaytadan siyosiy buyruq 37-yili yenimdi batı men ismdi bor ammo 4-oyning 4-kuni siyosiy buyruq Stalinning boshlamchiligi bir qatim siyosiy buyruq qarori. Qaror bo'yicha Mahmud Muhitiyni eng yaxshi vakil etib söhbetleşip onu qaytırıp geliş. Ularga tushundirib Uyg'urlar bilan bu Shingsisay orasidagi munosabatni suhbat orqali o'ngshash degan qarorni olgan. Ammo 4-oyninki 14-kundagi yana bir qarorda Stalinning buyruqi
Aqıdan agar Mahmud Muhiti va uning Uyg'ur askarlari Maxusanninki territoriyasidan kontrol qilgan rayondan o'tsa, darhol ularni tutish kerak. Maxusan tutsin ularni degan bir buyruqni olgan. Ondan butun Uyg'ur diviziyasini, Uyg'ur askarlarini butunlay yo'q qilib tashlanglar degan buyruqni bergan. Haqiqatan Mahmud Muhitining aqlli yeri, xuddi shu Stalinning o'ylig'ini bilib qolgandekla, Mahmud Muhiti Hindistonga ketish oldida Maxusan bilan odam evatib so'zlashib, Maxusanning kontrolli, chunki bu Yakan daryosining o tarafidagi rayonlar hammasi Maxusanning qo'lida-ku, kontrolligidagi rayonlar. Uning territoriy kontrolligi rayondan o'tsa, chataq chiqadi. U odam nayt ustadan bo'lgan ekan, aqlli. Shu Maxusanning odamiga vakil evatib, men siz bilan ko'rishima, siz bilan suhbatlashib, so'zlashadigan ishim bor deydi ekan. Maxusan rasmiy tayyorlik qilib turgan. Amaliyotda Maxusanga Moskvadan burun Majungying taq Moskvada bor vaqti u. Majungying orqali telegram bilan buyruq kelib bo'lgan. Mahmud Muhiti kapqas tutinglar degan buyruqda Maxusan rasmiy tutmoqchi bo'lib tayyor bo'lgan. Xuddi uni Mahmud Muhiti bilgandek, anığı ben senin aldığını barmen dep koyup, ular kütüp toz uxtutmay başka yolu bilen şıppıdı ötep, Kaşmir tarafı ketip ağanda. Eğer kırplı qalğan bolsa Mahmud Muhiti tutulatdı. Bunun masırını qanda bildik deseniz, Sovetlerning siyasi büronun məxfi qararını ben köygəndən keyin, hüccətini köygəndə ya olma, cəb aqlanı oylab diken mavo dep. Belki ular hüccətini üz görməyəndə ulandı. Biz 60-70 yıldan keyin hüccətini biz kördük. Anaşında bolğan, anadan keyin 5-ci ayının 31-ci gündəki qararda Uyğur diviziyasını bütünlüy yo'q qilib tashlash, 7-ci ayının 31-ci gündəki yana bir qararda 37-ci yılı. Ondan Sovet armiyasını kirgizish Sharq Turkistonga. Bu Uyg'urlarni Türkisi yo'qotish deydigan qarorni olgan. Mushu Qirg'izistondagi Osh, Narin degan joylarda bir diviziyadan ortiq askeri kuchni tayyorlaydi ular. Asosligi O'zbek buning ichida. Qirg'iz, qozoqlar va ondan ruslar shulardan tashkillangan. Birisiga Oshskiy, ya'ni birisiga Narinskiy degan nom berdi, maxfiy nom. Ondan 25 dona aeroplan, ondan 21 dona tank ajirtdi. Abduniyaz qo'shinlarini butunlay yo'q qiling deb 9-oydan boshlab ondan Erkashdan orqali, oyoqdan Uchturpan orqali aeroplanlar bilan tankka aşılar hammasi kirib, ondan Abduniyaz Kamal qo'shinlarini keng ko'lamli hujum bilan Aqsu, Avat atroflarida tarmar qildi. Ularda o'q yo'q, qurol kamchil, nurg'un fidoilar qatnashgan, ba'zi manbalarda 50 ming odam qatnashgan deydi. Lekin ularning qo'lida undaq narsalar yo'q. Bo'lmagandan keyin bu bombalarni tashlab 25 aeroplan diye uçağı cho'ngab qirib yurdiganda, shuningla Abduniyaz Kamal oxirgi qarshilik ko'rsatib, shu Sovet bombardimonida o'ldi. Andan keyin bu joyni qaytadan qo'lga elib, Sovetlar Shingsisayning qo'liga tutqizdi. Tutqizib 40 yilga kelganda Shingsisay bilan Sovetlar 50 yillik maxfiy kan kelishimi tuzdi. O kan kelishim bilan bütün Sharq Turkistonning boyliqlari, yarasты oltin, kumush, ashiq, uran degandek hamma narsani qalay deganlar Sovetlar. Shingsisay deganning u joyda hech qanday nomda Duban deb uyanın başlıqdaki olsun, əməliyyatda Sovetning qo'ldagi bir joy. Xuddi bir Sovetning bir cumhuriyetidek bir rayonga aylandırıb algan ular o'zi qilganni. Abduniyaz Kamalninki başçılığındaki qo'zg'alan, shuni ular oxirgi kurash ana shundaq Sovetlarning bostirishi bilan tugidi. Agar Sovetlar uni qilmagan bo'lsa, Shingsisay tugaydi. Ya'ni ikkinchi qatimda Sharq Turkiston ozod bo'ladi. Mahmud Muhiti ilmi Hindistonda juda 39-yil hech qanday yo'l yo'q, amal yo'q. Yaponiyaga bordi. U yerning sho'g'ilda oxiri ichkari Xitoyda juda oxirida o'zim o'lib tugidi. Ashundaq bir tragediyalar bu kitapның mana 6-tom 3-chi kitapda mana mush Abduniyaz Kamalning kurashları, mushu jarayonlar 41-yilgacha bo'lganlar. Bu 731 bet endi. Men 731 betni aran 10 minut davat etaman sizlarga. Naydi jiqkab tragediya shu. Undan keyin Shingsisay hokimiyat Sovetlarning qo'lda bo'lsa-mi 43da Shingsisay baribir Sovet German urushining portlab Moskvaning mag'lub bo'lib Sovetlarning yiqilib atganligini
ko'rgandan keyin demak bu davlat tugabdi deb o'zining akisida asli Stalin. Uningdan yuz o'rib Chiang Kai-shekning qo'liga o'zini otdi. Shu vaqtgacha Chiang Kai-shek hukumati Xitoy markaziy davlat Junhua Mingo degan hukumat Sharqiy Turkiston kiraliga yo'q. Amaliyotda Sharqiy Turkiston shu vaqtgacha 33lik Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti u bo'lmaganda yerlik podshoh bo'lib olgan Xitoylar markazga bo'ysunmaydi ular. G'ayri-rasmiy shaklda o'z oldiga hokimiyat surib olgan bular. O joyning qo'lida kontrol bo'ldi, Xitoylar kiranmagan. Xitoy markazni markaz qilgan hokimiyatning bu joyga kiraliga vaqti aran 50-yildan keyingi ish. Xitoy Xalq Jamhuriyatidan keyin bu joy bir ichkirdagi bir Xitoyning markaziy bir davlatning hukmronligiga o'tgan vaqt 1949-yildagi ishg'oliyatdan keyin amalga oshgan ish. Demakki 43da mana o'tgandan keyin Stalin qaytadan ondan Uyg'urlarning ozodlik harakatini qo'zg'ash orqali bu joyga yordam berib, oxirida Sharqiy Turkistonda ikkinchi qatimliq Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobining, mustaqillik inqilobining portlashiga oq tarafda turib, qo'llash. Ba'zilar uni qo'zg'atdi deydi. O tayyor olmagan, qo'zg'almagan odamni sen ursangmi qo'zg'almaydi-ku u. Xalq qo'zg'algan, uningdan foydalanish uchun yordam qilgan, oxirida uningga qo'l tiqqan, yordam ko'rsatgan, uni o'zining o'qiga, liniyasiga selishga harakat qilgan. Oxirgi hisobda biz ularga tayandik. U chaq dunyoda hech kim tayanmagan, u tayindigan kuch yo'q Uyg'urlarning. Akan kim nasıl yengen şu degan maqal bo'yicha shu Uyg'urlar ashunga qaragan. Abdurahim Maqsum İbrahim'ning degan gapi bor. O Sharq Turkiston Cumhuriyetining bosh kotibi. Marhum hayat vaqtida. Va bizmi dötemasdik, shu vaqtda dunyoni bilatdik, siyosatni bilatdik. Mush Xitoydan qutulsaqlı mayli o'rus besivasimi bir madaniyatligiroq bosqinchi deganda, hech bo'lmasa bir foydasi tegib qoladi deb mushning og'ziga qarab, o imomti deydi. Bizga shuning og'ziga qarab o'tag'andik keyingi vaqtda Ilxon To'ram boshliq deb o'zini shunda deydi. O Ilxon To'ramning yendik odamdan Abdurahim Maqsum. Abdurahim Maqsumning naq og'zidagi deb beryapti. Men o'zim qo'shmadim juma gapni xato tushunammanlar. Raq o'zining degan gap ovozi bor, xohlasangiz anlatib beraman. Aşındaq endi demek tragediyalar bizning tariximizdagi. Lekin endi xolos nima desiniz mayli 20-yillar bo'lsin, 10-yillar bo'lsin, 40-yillarda ikkinchi Sharqiy Turkiston inqilobi shunchalik qudratli bir davlat bo'ldi. Xitoyning Gomindanning 100 minglagan qo'shinni tarmar qila oldi. Shundami? Butun jarayonni ozod qila oldi. Buning o'zi Uyg'ur xalqining bir kuchining borligi, qudratining borligi, bir davlatni 5 yil bo'lsin ajoyib go'zal bir davlatni qurib, G'o'ljada hukumatı iqtidor bilan ma'rif madaniyat, iqtisod shunchaki bayashat bir davlat barpo qila oldi. Davlatning tili Uyg'ur tili bo'lgan 44dan 49gacha hokimiyat boshqara oldi. Buning o'zi nima deganda Uyg'ur millatining bir iqtidorlik, o'zining kuchi bor, bir xalq ekanligi. Demak, buning o'zi nima degancha tarix takrorlandi deyilgan nuqtadan olganda, bu tarixning kelgusida yana takrorlanadiganligining bir isboti bu. Mana her birinin alı bir yerde oturup tarixning asliligimizning üzümü şu ruhning bizde balığı bedenimizde, ruhimizde. Şu mening ham bugungi fikrim mushunchalik tugidi. Rahmat har birine. Bir şey demsin sen ne buradan buraya. Hürmetlik doktorumuzga köptün köp rahmet etimiz. Hakikaten bir nefeste sözlü deyimiz ya hiçbir toxtumasdan, o demesden. Hakikaten ötken qatim hakikaten hiç kim xuddi beşiğe qağı qonup turgan insanlardaki anladı qoqulaq saldı. Yani şu keyfiyetini yaşattı bizge Allah razı olsun. Her bir qurlardan ibret ediş kerak bo'lgan. Albatta kitobni o'qigandan keyin buni texam cho'nqur his qilamiz shu minutlarni o'zimiz yashagandek tuyg'uga kelib. Allah ko'pdan ko'p rozi bo'lsin doktorimizning qalbiga barakat bersin. Ömrüge ömür versin deb tilaymiz. Tövende doktorumuzga bir hadiye takdim üçün Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti Reisi Musa Can Er hem uzun yıllık hizmetdaşı olan siz doktorla Ma'rif Nasiyada. Şuna üç sahnede bir kızgın alkışlarımız bilen.
inşallah imza kitap ağızda kitap akaldı koyayım bugün. Geldi bu. Aha, kitap seti var uçularım inşallah doktor imza koyuyor inşallah ya kitap. Ha, ben de kayıt koyayım zaten. Vay rahmet. Yana bir hanımlardan bir hediye var ki. Hani merhamet. Oturun. Vay rahmet. Rahmet. Rahmet.